Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlarım. Biz sizlarga oldin ma'lumot berganimiz bo'yicha bugun asli inimiz Solih Xudoyor bilan inimiz Bilal Ibrohim Turkistoniyni ziyorat qilmoqchi edik, suhbat qilmoqchi edik. Afsus ma'lum jiddiy sabablar tufayli inimiz Bilal Ibrohim Turkistoniy bugun suhbatimizga qatnasholmaydigan bo'ldi. Bu inimiz bilan ayrim bir kuni bir mükemmel şekilde bir ziyaret qilishga kelishdik. Bu inimizning o'rniga o'sha Amerikada bo'layotgan namoyishlarning shohidlaridan biri bo'lgan Zumrat xonimni ekranimizga taklif qildik. Bugun ya'ni inimiz Solih Xudoyor bilan Zumrat xonim ikkisi ekranimizda bo'ldi. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlarım. Ekranımıza hoş geldinler. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Bugün qarindoshlarimiz uzundan teşna bo'lib kelayotgan bir suhbat ekranını açtık. Yani Solih inimiz Bilal Ibrohim Turkistoniy yetakchilik qilayotgan Amerikadagi namoyish bir oydan oshdi. Bu jarayonda nurg'un xalqimiz ichida qizg'in olqishlar bo'ldi, g'ayriy sadolarmi bo'ldi. Ham ko'pchilikniki, hammasiniki hozirgi mushu namoyishniki hozirgi ahvoli bilan tanishqisi bor, uchur egalligisi bor. Mushu maqsadda bugun bu suhbatni olib bormoqchi. Oldi bilan inimiz Solih Xudoyor sizlarga deydiganim, men ko'pchilik qarindoshlarimiz nomidan sizlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Jafo chekdinglar. Bir oydan ortiq oftobda, qor yomg'irda, qor davatdim, kechirsizlar. Yomg'irda, bo'ron chaqqunda shu qadar jafoliq namoyishlarni olib beryapsizlar. Bu namoyishinglar men uchun, atrofimdagi Uyg'urlarim uchun va hamma butun dunyodagi Uyg'urlarimiz uchun bo'lyapti. Shuning uchun sizlar uchun chin qalbimdan rahmat aytaman ko'pchilikning nomidan. Anadikin sizden birinci olup soraylıqına benim Solih. Muşu bir aydan ortiq namoyish jarayonida ko'pchilik bek ko'ngil bo'layotgan bir masala bor. U bo'lsa-mu, shu qadar jafoliq namoyish bo'lyotdi. Bu namoyishning natijasi qanday bo'lyotdi deydigan savolga javobni o'zingizning og'zidan anglasak. Qani marhamat. Assalamu alaykum jasoratika, rahmat. Assalamu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarim, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek va Tatar qarindoshlarim. Bu namoyishimizni, hamda biz bu namoyishni boshda shu 6-oyning 4-ida, hatto bu namoyishni 5-oyda planlagan to'q. Bu yerdan nimaga taklif fikrlarini elib burmunchi elchixonalarga ziyorat qilib, mushadiki shu Uyg'urniki dadini qilib, bizning Uyg'ur qanda, biz qanday qilsak chet elliklar, ya'ni boshqa davlatlar bizning dadimizni xalqaro tuniydi, qanday qilsa bizni qo'llaydi deb shularning fikrini elib, shu namoyishni 6-oyning 4-ida boshladik. Aslida uni burun boshlash niyat bor, lekin vaqt qisqa bo'lib qolmasin deb xalq shuning uchun sal sustib o'tgan 6-oyning 4-iga. Bu bizniki maqsadimiz birinchi bu namoyishda bizniki bu bo'lgan maqsadimiz shu Sharq Turkistondagi bo'layotgan zulmlarga qarshi bo'libmi shu lager masalasini hal qilish. Chunki bu yerda nurg'un, ya'ni necha million Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz shu lagerlarda yetyapti, qiynalıyapti va ba'zilari ko'p qism alsam xiljik insonlar va shilarcha organlarining ichki organlari ilinib o'ltirilyapti va ularning jasadlarini Xitoy ko'ydiryapti. Buni anglab bizningki vijdonimiz, g'ururimiz chidamadi. Biz qo'limizdan nima ish qildik, nima ish qila olamiz buningda deb qilmishadiki bir necha qarindoshlarim, Bilal akamlar va boshqa qarindoshlarim buniki maslahat olganlardan nima qilib o'sha namoyishni o'rinlashtiraydi
Uygurmuş lagerni Şarkı Türkistan'daki zulümni tartış üçün, to'xtatish üçün Amerikadan va yoki xalqaradan besim elish üçün, Xitoyga besim qilish üçün bir qonun kerak ekan, bir qandaq bir nima kerak ekan deb biz mush namoyishni shu joyda boshlagan. Bizniki baştan deb qo'y, bizniki bu namoyish boshlashimizda bizniki mavjud hiçbir shaxsga yoki tashkilotga va yoki bir narsaga qarshi emas. Bizniki birlam dushmanimiz Xitoy. Bizning maqsadimiz shu. Bu yerda biz yangidan bir nimani qurib, boshqalarni yiqitish yoki unda nima yo'q. Ashunda gaplar bulab ketdi. Ba'zilar ashunda ideyada bulab ketdi. Ashunda qilyapti, shu maqsad bilan chiqdi deydi. Ularga javobim bizniki her kunda to'laymiz biz. Her kunda bu namoyishimizda Amerika bizni qo'lla, Amerika bizni qo'lla, lagerlarni taqtish uchun bizni qo'lla, so'yqirmni, ya'ni irqiy qirg'inchilikni, Sharq Turkistonlik irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun bizni qo'lla. Yashsin Sharq Turkiston, Sharq Turkistonga mustaqillik, tajovuz Xitoychilari, terrorist Xitoy, faşist Xitoy deb shuar to'lamiz. Hiçbir vaqt biz bir shaxsni va yoki bir tashkilotni va yoki boshqa bir davlatni haqoratligimiz va yoki til og'inimiz yo'q. Shuni bildirib qo'ydim. Hamda natijaga kelsak, Allohga shukr, bütün bizniki nimamiz shu, millatimizni uyg'otish, millatimizning birligini ko'rsatish. Chunki men aytmoqda Hindistonniki elchixonasizdagi odam bilan ko'rishdim. O dedi sizler Uygurlar yaman jim yetip ketdinglar. Neçe yılını yazdı. Jim oturup kaldınız sizler. Hareket canlılık bulmadı. Şunun için biz sizlerden ümitini 2014'te üzüp olgan to dedi. Şunun bilen ben dedim biz kandak kıysak sizler bizge ümidimli üsüdü. Kandak kıysak sizler bizini kollaysızlar. Desem bu şundak Amerika'da Tibetliklik kara. Tibetlik yaşlılar kopap veya çıktı namayış kılıp ne çıktı. Şu kanunun neyini kılışkılmış şu Tibetlik yaşlarının asasının boğantı. Silamu ise bu yaşlarını, müşahede Şarkı Türkistanlık yaşlarını birleştirip biri namayışın arkalık dünyaya seninki barlığını ifadeleysen, bu dava yukalmagallıkını ifadeleysen, ikinci üzerindeki bütün dünyadaki diaspora deydi o, çeçilip ketken Şarkı Türkistanlık community deydi, community hem de cemiyetten de o cemaatini birlik keltirishning kerak, chechilib ketganlarni uyg'otish kerak. Chunki sizlar uxlab qoldinglar. Bunchalik zulm tug'ilsa sizlar uxlab qoldinglar. Birinchi videosimda meniki chechilib ketgan yerim, o'zinglar ma'lum bilsizlar. Shu namoyish Xitoy konsul oldida qilsak, namoyish qilsak, bir Yahudi ayol chiqib keldi, biz Yahudi tashkilotniki. Ammo u muxbirning so'rgan savoliga shuning bilan chechilib ketdim. Chunki u muxbir dedi. Bu yerda 100 dek adam yo'q deb u kuni. Hatta balkim bir 50-60 dek adam botdi chiqqan kunimiz. U muxbir dedi bu sizlar necha million Uyg'ur bu Sharq Turkistonliklar, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatarlar bu lagerda deysizlar, bunlar qirilib yetib boradi deysizlar. Ve benim bilişimce deydi bu etrafta neçe ming Sharq Turkistonliklar bor. Nima uchun aran 50 adam, 100 adam mı kam adam chiqib qoldi deb savol so'radi. Buni qanday qilsizlar? Bu sizlar demedinglarmi ularga yoki ular chiqqan unumidimi deb nima qilsa, Wayal naiti ilmiy yo'l bilan chiroyli javob berdi. Endi biz aldirashchilik bilan 2-3 kundan plan qilgandan keyin buni tasadduqli tizlan bulab qo'ygandan keyin hamma odamga chaqir qilish vaqt bo'lmadi, fursat bo'lmagan, shuning uchun bunda bulab qoldi deb chiroyli o'tkazib etdi. Ammo amaliyotda hammamiz bu amaliyotning javobini bilamiz. Amaliyotda bu yerda tashviq qilgan, bu yerda Uyg'urlarningki ko'pinchasiniki qo'lga kelgan bu xabar. Bundan namoyish bo'lganligini. Lekin biz yani şu düşmanımız Xitoyninki sayesinden qo'rqib, yani şu qo'rqu bilan bizni kontrol qilyapti hozir nada yashsak, yani şu Xitoyninki sayesinden qo'rqib chiqqili unimiz yo'q.
Uyarga qarindoshlar, biz o'zimiz uchun chiqmaymiz, faqat o'zimiz uchun chiqmaymiz. Butun millat uchun chiqamiz. Butun Sharq Turkistonliklar uchun chiqamiz. Aç lagerda yetayotgan onalarimizga, otalarimizga, aç singillarimizga, akallarimizga va Xitoyga götülüp akitib mecburi Xitoyga to'y qildirayotgan aç singillarimizga uchun chiqyapmiz biz. Kelgusimiz uchun chiqyapmiz. Deb men chechilib ketgan bu chaqda. Shuning bilan buni manda izlendim. Çünkü izlenip qanday qilsam ma davoni, ma bizning dardimizni qanday anlataman. Çünkü hozirgi vaqtda bizda sukut qilib o'tiradigan vaqt emas. Hozirgi vaqt bizga bu uzun da'vo, avch ko'chi deydigan vaqt emas. Hozir bizningki vaqtimiz kunning kun siri Sharq Turkiston da'vosiningki vaqti kunning kun qisqarib ketib bordi. Her bir minutimiz, o'tlagan minutimiz zoya. Her bir hareketsizlikimiz keyin avlodlarimiz lanet qiladi bizga. Allohga shukr, men otalarimni lanet qilmayman, ammo ba'zilarga ba'zi otalarim, ajdodimni deyman, nima uchun mening ajdodim bunday xatolik o'tkazgandi? Nima uchun mening ajdodim bunday qilgandi? Bunda bo'lmagan bo'lsa, mening nima ishim bor bu yerda? O'zimning chiroyli quvvatlimni tu'mamtin. Ba'zi o'zim o'ylanib ketaman. Bizning avlodlarimizga bunday qilmaylar, endi bu yerda shaxsan biz mayli erib ketamiz. Ne kadar kuchli bo'lib ketsakmi bizningki. Biraming o'zimning Uyg'ur bo'lib ketsam, Turkiyadagi ahvolni ko'rdim. Bu yerdagilarmi erib ketib bordi Turkning kultur madaniyatiga. O'zimizni saqlayolmayapmiz. Sharq Turkistonni yo'qotib qo'ysak, Sharq Turkistonlik Uyg'urlar, Qozoqlar, O'zbeklar, Tatarlar, Qirg'izlar o'zining aşağıdaki medeniyetini yo'qotib deb nayar chechib ketsin. Dunyoning nari bo'lib ketsin. Qancha 100 ming bo'lib ketsin, baribir bu olimni yo'qotib bersa, bizmi yo'qlab ketamiz. Buni necha qatim takrorladim. Shuning uchun bu namoyishni o'rinlashtirdik. Uyg'otish uchun millatni, millatimizning birligini ko'rsatish uchun. Chunki birligimizni ko'rsatsak, undan keyin dunyo ma'lum birlashib o'tibdi. Ma'lum haqiqatan hamda bir idea kelibdi. Hamda bular bilan taranglashib, strategiya qurib, o'rtaq dushmanimizni yo'qotayli deb nim qildi. Bularning ish ag'riydi. Siyosiy nuqtadan o'rtaq dushmanimiz bo'lgandan keyin birlam dushmanimiz bor. Bizniki Sharq Turkiston xalqining u bo'lsa Xitoy. Bularningki bu nurg'un davlatlarningki Xitoyninki dushman, Xitoy bilan dushman. Echiq dushman bo'lmasa-mu, yushirin dushman. Chunki ular Xitoyninki ne kadar insoniyatga xatarligini biladi bular. Bular bizga ishonmayotgan gap. Chunki biz hareketsizlikdan biz ichki jihatdan bir-birimizni aqch ko'chi deb tug'unimiz uchun, birlashanmaganimiz uchun shunday. Shuning uchun bizning birinchi g'oyam buniki. Hem derdimni, hem Sharq Turkiston davosini dunyoga tuntish, hem bir tarafdan qonun chiqarish, hem yan bir tarafdan dunyodagi butun Uyg'urlarni uyg'ondirish. Uyg'otib birligimizni ko'rsatish. Chunki birligimizni ko'rsatsak, uningdagi bularni hamda ma'li bilan asta-asta harakat qilsak bo'ladi ekan deb fikr keladi, o'y keladi. Davlatning strategiyasi shu. Her qanday davlatning, mayli Hindiston bilamdi, Pokiston, nima, Yaponiya bilamdi, Turkiya bilamdi, Yevropa bilamdi, Amerika bilamdi. Hozir kelgan maqsadimiz hamda nim natijalar qozondik. Biri parlament ichida necha odamlar bilan nurg'uni Sharq Uyg'urni tushunadi ekan, lekin Sharq Turkistonni anglamabdi. Sharq Turkistonni bilmaydi ekan. Köpelçiler. Uyg'ur desa Uyg'ur biladi ekan. Uyg'urni bilmaydi, lekin Sharq Turkistonni tuzuk. Ba'zilar biladi ekan, ba'zi ko'p qismi bilmaydi ekan. Va ularga anlatishning fursati bo'ldi. Ular anglatdi Sharq Turkiston manda besilib olgan zamin, bizningki dardimiz tuproq, zamin davosi, bizning dardimiz nima asli mevcut devletimizni, burunqi devletimizni asli keltirish, biz yangidan bir devlet qurib chiqish emas bizning nimamiz.
Hatta Xitoymi, o'zidan Xitoyning tarixidimi, hech bir vaqt bizni ta yaqingacha bizni nim qilmagan. Bizni hozir shu yil rezil yangi tuproq bilan deydi. Yangi tuproq degani, ya'ni bu Xitoyga yangi zamin. Shu nomda atalib qo'ydi Sharq Turkistonni. Bo'lmasa Sharq Turkiston xalqininki necha ming yil tarixi bor. Kam degan Almasning kitobini o'qigan bo'lsangiz, kam degan 6000 yil tariximiz bor. Va yoki İngiliz James Churchward İngilizce'nin köz vaxtlar 1863-yili bu adam şu uçakda Hindistan İngilizce'nin hakimiyet astı deydi. Bu adam şu tarih kızgınıp dünyadaki kadimki tarihini en çok imperiya kayıslap 20 yıl sürüştü kılıp yani şu Şarkı Türkistan'dan çıkan 20 yıllık burun Uygur imperiyasını edip ne kıldı? Dünyanın en çok imperiyası Muşiviti 20 yıl burun edip aşınki nurgun kitapları var. Biz şulanın avlatlarıyız arkadaşlar. Biz şulanın avlatları. Bizninki bu tuprağımız, bu Xitayning tupraği veya ki başkasının tuprağ emas. Bu toprak bütün Şarkı Türkistan milletinin yani Türkiye milletlerinin tuprağı. Uygur'un, Kazak'ın, Kırgız'ın, Özbek'in, Tatar'ın tuprağı. Xitayning tuprağı emas. Bizninki ziminimiz besilvagan zimin dep bulağı tunuşturdim. Bulamı bir müntisi heyran kaldı çünkü biz bunu bilmegen to. Biz bunda kemmegen deyçki. Uygur dep kelgenler de bu batı ama Şarkı Türkistan dep kemmegen dep bulağı derdimizni anlattı. Ve bulağı hazır şu kanun layısı şumu şu bizninki birinci bulup itiraf kıldı. Birinci bulup bizni besilvagan Şarkı Türkistan'da besilvagan zimin dep itiraf kılışını teklif kıldıkladım. Ve bularınki bir kısmı parlamentdeki azalardan bir kısmı bunu kollaydigan boldu. Bunu kollaymayız. İtiraf kılmayız yani ki besilvagan ziminliqini olmuyor. Çünkü namıdıllam Xitoyniki rezil qo'yib qo'ygan nomidan yangi tuproq degan nomidan chiqib turdi bu. Kim bu tuproq kimninki? Haqiqiy egiz kimligini. Tarix yozib turdi buni Xitoy ming burunlasimi hozir 49-yildagi ming burunlasimi hozir Xitoyning tarixidimi bizni g'arb ellari, 2000 yillik g'arb ellari deydi. Hozir mesela g'arb ellari degan Amerikani g'arb ellari deydi. Yevropani g'arb ellari deydi. Xitoyga g'arb kelgan nim bo'lsa shuni g'arb ellari deydi. Shuning uchun buni aşılarga asta anlattım ve bütün yüzümüzü anlatış gerek. Çünkü bazı Şarkı Türkistanlık qarindoshlarimiz o'zimizning tariximizni, madaniyatimizni bilmaydi ekanmiz. Ba'zilarimiz Xitoyning zulm ostida yashagandiki Xitoy nim deb bo'lsa shuni ishonib qoldi ekanmiz. Va ba'zilarimiz hozirgacha uyg'onolmadik. Bizniki birinchi maqsad bu nishonimiz shu uyg'otish, millatni uyg'otish, Şarkı Türkistan xalqini uyg'otish, Şarkı Türkistan davosini jonlantirish, kuchlantirish, dunyoga tunutish. Şu maqsaddan qildi. Va dünyadaki hammadagi qarindoshlarimiz uyg'onyapti. Mayli Turkiyadagi bulamdi, mayli Yevropadagi bulamdi, mayli Yaponiyadagi bulamdi. Mayli O'rta Sharqning Saudiya Arabiston, uyabiyalda bulamdi, Kanada bulamdi, hammada Avstraliyada bulamdi, hammada millat uyg'onib qoladi. Shuncha bu birinchi bizniki g'albi qilgan yerimiz shu. Shuni g'albi qildik. Millatimizni uyg'otdik. Bir qismini xalqimizni Sharq Turkiston davosiga qaytadan nim qildik. Bizning yanımimiz millatninki birlishi. Har qandaq tashkilot, bütün dünyadaki her qandaq Uygur veya Sharq Turkiston tashkilotlar birlashishi kerak. Yani hamkorlashishi kerak. Bir maqsad bilan. O bo'lsa bizning milliy manfaatimiz. Bizning milliy manfaatimiz nima? Bizning milliy manfaatimiz millatimizniki va xalqimizniki saqlanib qilishi. Siyosiy nuqtadan nim qilsak saqlanib qilishi va kelgusi parlaq bo'lishi. Ammo uni davlatimiz bo'lmay qilolmaymiz qarindoshlar. İnsan hakları bilen yoki demokratiya bilen bunu qiyğın bo'lmaydi. Davlat bo'lmasa alimizni hammangni bilasizlar. Davlatimiz yo'q sabablikdan shunda qirilib ketib qolamiz biz. Shunda yo'q kelib qolyapmiz.
Muşunda ne basak izlewatymyz, buz ketilyapmiz. Hiç kim bizninki derdimizni anlamaydı o. Özümüz mi anlam? Çünkü öz vaqtda özümüz anladık derdimizni. Özümüz bilenmedik devletninki kançılık ne kadar muhimligini. Birlikninki ne kadar muhimligini. Şunun için yani meninki müracaat kıldığım bütün dünyadaki Şarkı Türkistan ve yaki Uygur teşkilatlar hakikaten Şarkı Türkistan halkıga ve Uygur milletiga ve Kazaklıga, Kırgızlarga, Özbekliga hizmet kılman desiniz. Ammanlar bir yerde toplaşıp kayıtıdın resmi güçlük bir teşkilat veya ki hükümetteki bir narsa kurup çıkışını ümit kılana. Çünkü bu teklifni Hindistan dilim badi, Amerika'da kongres tikilimi bir neçesi badi. Şunda güçlendirirsenler, oturup birleşersenler, ondan için dünya sizlerinki nimalar gibi anlaşıp başlaydı o. Ama bunda çeçilip birsin onu da nima qilsanglar, aqchi ko'chada bir-birsini haqoratlab o'taqsanglar bu ish aqmaydi o. Düşman mu şu bizni parçalab hüküm qilyapti. U yanlarni u o'yin o'ynab, bu o'yinni o'ynab parçalab. Mustaqillik da'voyimizni düşman Xitoy yani. Düşman deganimiz Xitoy. Xitoy nurg'ul u yanlarni nima qilib, shu hozirgi Uyg'urning killam da'vosi qilib qo'ydi va yoki inson haqlari da'vosi qilib qo'ydi. Xitoy Sharq Turkiston degan gapdan nayt qo'rqidi. Ammo Uyg'ur deganda qo'rqmaydi Xitoy. Uyg'ur deganda qattiq qo'rqmaydi. Ammo Sharq Turkistondan qo'rqadi. Chunki 100 yil ichida bizniki ikki Sharq Turkiston Cumhuriyetimiz bor. Buni Xitoy ne kadar inkar qilsa-mu, amaliyot bu. Tarixda bu yozilgan, isbot delil hammanasi bor. Buni yushiranmaydi. Hatta Xitoy bizni besib kirgan vaqtimi aldab goldab bizni 3-4 yildan keyin chiqdimiz deb nimani taqib yurgan Gomandanni tip chiqirayotimiz va kommunist Xitoylar Gomandanni tip chiqirayotimiz aqchko'k deb o'yinni o'ynagan. Keyin yolg'onlik bizni Sharq Turkistonni atalmış Uyg'ur Abdunum rayon deb nima qilib qo'ygan. Va u Sharq Turkiston ichidimi u atalmış Uyg'ur Abdunum rayonidimi yana bizni necha parcha bilib etgan. Bir yani Kazak Abdunum rayon, Abdunum oblast deb, bir yani Uyg'ur Abdunum oblast deb, Qirg'iz Abdunum oblast deb, Tojik Abdunum oblast deb shunda bilib etgan Xitoy. Ondan keyin Sharq Turkiston degan narsani qat'iyan red qildi. Doim nima qilsa Xitoy. Bu bir Türk'üm Şarkı Türkistançı bölgünçiler bu işini kılavatkan. Umumi halk bunu nima qilmaydi, buni qarshi turdi. Mustaqillikçi emas aqchko'ch deb yolg'on töhmetlarni choplaydi. Bo'lmasa hammamiz umumiy xalq, bütün Sharq Turkiston xalqi albatta Sharq Turkistonning mustaqilligini xohlaydi. Ammo buni Xitoy burmalab nima qildi? Undan keyin bir Türk'üm uyanlar bilan siyasilarimizni aldab nim qilib qo'ydi, aldab qallarini qaymoqtirib, xato yo'llig'ima bilib bilmay menib qolganlar bor. Va hozirmi menyapmiz bu yo'lda. Meningki murojaatim buni to'xtatish kerak. Buni to'xtatib, haqiqatan milliy manfaatimiz, ya'ni mustaqilligimizga intilishimiz kerak. Bizningki mavjudligimizni faqat shulam saqlab qolaydi. Mustaqil devletimiz bo'lsa. To'g'ri. Neticesini ammiyat ko'ryapmiz, natija qozondik desak, Uyg'urlar uyg'onyapti. Teşkilatlarmı o'zaro mustaqillik davosini qaytadan ish chiqmasak bo'lmaydi deb aytilyapti. Xalqarodimi Uyg'urninki davosini, Uyg'urning deyman, Sharq Turkiston davosini tunishga boshladi. Faqat Uyg'urning davosi emas lekin. Kazak qarindoshlarimiz uyg'onishga boshladi. Qirg'iz qarindoshlarimiz uyg'onishga boshladi. Turkiya qarindoshlarimiz uyg'onishga boshladi. Chunki bu faqat Uyg'urning ham davosi emas, butun Sharq Turkiston xalqining davosiligini tunishga boshladi. Va bu yo'lda davomlashishimiz kerak. Bu Sharq Turkiston davosini faqat inson haqlari va yoki faqat Uyg'ur millatining ham davosi emasligini dunyoga bildirishimiz kerak. Boshda o'zimiz bilishimiz kerak, Uyg'urlar va Sharq Turkiston xalqi.
Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler. Çünkü işkili cumhuriyette işkili halk, yani işkili halk dedim yani umumi halk yani Kazak mı, Kırgız mı, Özbek mi, Tatar mı, Uygur mu hemmisi bu yolda şu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti, Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ne min çok koştu, kendini verdi, cinini verdi bu yolda. Şunun için ben şahsen üzerine milletçi de hesaplamayım. Bazıları bu milletçi, akçıköçü dedi. Ben milletçi emez. Çünkü oysam siyasi cihetten milletçi olsam ben Uygur desem lan ben milletçi buldum. Ama ben bütün yani umumi Şarkı Türkistan'daki menfaatini oylayman. Uygurluğumdan fakirlemen, lekin Şarkı Türkistan'ın birliğini kılaman. Kollayman. Bütün hem Uygur bulamda, Kazak bulamda, Kırgız bulamda hemmesi menin kardeşim. Hemmesi meninki bir parçam, hemmesi meninki canım, menin kanım, hemmesi meninki anam, atam, akam, ağaçam hep karayman. Şundoq. Hakikaten biz sizler bu işni başlashdan burunla körüp toğan naayetli ak köngülü bilen, vicdanlar bilen xalqimiz üçün bir amaliy ish qilishga tirishaylik degan maqsad bilan bu ishni boshladinglar. Ham bir xil bu qorong'ulikda o'tqash yaqqandeklar bir yo'riqlik olib keldinglar bizga. Bundaqcha aytsam bo'ldi, bir yangi inqilob olib keldinglar Uyg'urlar orasida. Ani ko'rib turibdimiz, butun dunyodagi yoshlar sizlarga ergashyotdi, qo'zg'alib ketdi. Hammasi ham sizlarning chaqiringlarga ovoz qo'shib, Amerika konsullarida o'zlari turgan davlatlardagi Amerika konsullarining oldida Amerika bizga yordam qil, Magnitskiy qonunini qo'llan, bir qaror qonun ma'qullab deb namoyish qilyotdi. Ammo sizlarmi qat'iy o'ylamagan bo'lg'aytinglar, bu namoyishlar nihoyatda ahamiyatli bir faoliyat. Aramızda, Uyg'urning orasida bu tugmaydigan bir ish. Ma'lum bir jidallarga sabab bo'lib qoldi. Bu yo'shirdigan ish emas, hamda bir oydan oshdi. Haqiqatan qattiq keskin jangi jidallar bo'lib ketdi aramizda. Bu yerda g'ayriy bir gaplar bor. Masalan, sen u yerga Amerikadan yordam talab qilish shart olg'i chiqdingmi yoki Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qarshi namoyish qilib chiqdingmi shart olg'i degan g'ayriy gaplar bo'ldi. Zumrat xonim, sizmi shohid bo'ldingiz bu 2 haftadan ortiq ashada turish jarayonida bu namoyishda? Ben bu sualını sorayım. Zumrat Hanım cevap verse eğer inimiz Salih toluqlaydığı yer olsa erkin söhbet bu. Meni toluqlaydığı yerim var deb toluqlasanlar buldu. Zumrat Hanım bugün kameranız bize yerip bakan oxşaydı. Sizden sel tutuq gösterdi ama işkisi yok. Yok. Boptu tamam müştert olsun. Siz aşağıda bir şahit bo'lgan insan bo'lishing'iz süptiniz bilen, bir Uyg'ur bo'lish süptiniz bilen Müşahede deppekine aşağıda Dünya Uygur Kurultuyiga karşı namoyishlar to'g'landi mı yani? Assalomu alaykum. Beşida hamma qarindoshlarımga salomimni yollayman. Bütün dünyadaki Türk kavmidagi qarindoshlarımga o'tliq salom. Men hamda namoyishga berib keldim, men mala bilsizlar. Bu jarayonda hech qanday bir tashkilotga doir bu hech qanday bir ish faoliyat bo'lgani yo'q u yerda. Özden işinanmaydı. O namayişini kuraştırdı. O neslerini yötkep kilidi. Meyli Salih Hudayar olsun. Meyli Bilal İbrahim Türkistan'ı olsun. Salih'ın dadısı var mı? Ama var. Yardımlaşkıda kıyarındaşlarımız aşını kuraştırışından avarı. Hem de yaman buludu eğer Dünya Uygur Kurultuyuga mında kıldı, anda kıldı dese. Şahsen ben aşağıda beriş jarayonida mı? Hem de ben 4. ayının 27'sinde şuncalık aktif ovoz qo'shgandim. U jarayonda hech qanday hujum bo'lmagan. To'satdilar. Bu namoyish tufaylidilar bu kommunikatsiya nuqtasiga chiqib ketdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyiga jang e'lon qildi. Namoyish bo'lmanda men o'yladim, mushu namoyish orqali ma ko'k bayroqni butun yerda lapildatdik. Bayroqni tunutdik deb o'ylayman mushu namoyishda. Bo'lmasa haftada bir qatam emas, necha ayda bir qatam namoyishida mushu bayroq ko'tariladi. Onun aldı mushu namoyish tufaylidan butun dunyoda ko'k bayroq lapildi deyman. Bu bir qaynam tashqinlikni ifodaladi deb o'ylayman mushu yosh bolalarning sababidan. Hergiz o tashkilot tilg'imab qo'ymaymiz o tashkilotni. O bolalarni olmaydi uni. Faqat
Uyghur davasını kıvatkan nopozluk bir teşkilattı bu. Şunun için bularmı avaz koşuş gerekti o. Bu çakırıkka avaz koşuş gerek. Bayrak bayada hemimiz bağı digerlik için bu teşkilat tılgı elinip kaldı. Məlum təşkilatının ki isimleri tılgı eliş, məlum şəxslərini mən tılgı aldım. Kilinlar. Hem de bu burun dolqıraysam diyen, oy bu namayış degenge Uygurlar avaz koşuş gerek. Avaz koşuş gerek deb vaqırgan ekan. Ha, avaz koşulgan iş yo'q şeytib, men avaz koşqandim. Onun ki bu Salih Xudoyor balamiz ham, mening balamning yeshida. Chaqiriq qilgan ekan, ha, avaz koşuşum gerek deb men u yerga bordim. Qandaqdir birisining tapanchasi, qandaqdir birisining o'qi qatorida bormadim. U yerga berib men Dolqiraysam bilan do'st bo'lmasam, faqat vatan davosini olib berayotgan bir tashkilotning egisi, bir reisi deb to'libdim, ha. Shuning uchun misha kildiga o'xshaymiz. Bu vatan davası hemiz aralış gerekken, xalq götürülgen ki bu koşulduğuna okşay dep oylaptım ha. Bu xalq götürülse bunu kapap kaldığını okumaptım hemen. Bu şu meselem. U yerde iş kadar Dolqiraysa yo'qolsin yoki palonchi bundaq olsun degan ish qadar shuarda olangani yo'q. Biz faqat Sharq Turkiston zeminini qo'lga olamiz degan shuarga men aktiv ovoz qo'shiman. Bayroq qo'yadi men deb turib, Uyg'ur qurultayiniki, Amerika Uyg'ur qurultayining ovozni qo'shib aşağı berib keldim men. Hech kim qarshi olmasmi? Qarshi sundimdim endi. Ish bo'lmam salom bo'lsin dem kimsam hech qanday demagandim. Berib keldim endi. Aslida bu namoyish bilan ularning oram buzilib ketilganiga faqat savol belgisi qo'ygim keladi. Nima uchun avval Uyg'urning qo'zg'alishini tavsiya qilayotgan, chaqirayotgan bir yosh bolalarga nima deb ovoz qo'shmaymiz degan savolni oshilaq qo'ygim keldi meniki. Doğru. Hem de bizim o künde degedek bu namayışta körüp durduk. Toğlangan şuarlar nahayeti enik roşen turuptu. Ama kandaqtı bu yerde sen o yerge kanun makulat kılıp bağdın mı? Ya ki dünya Uygur kurultuya karşı şuar toğlu bağdın mı? Degen bu gayriyetle aşılarının ağzından çıkıvatıdı. Eğer piştne dese, piştne degen bana muşu. Hakiki piştne. Salih inim özünüz dep bakın, şunda şu anda toğlandı mı yok o yerde? Yok, men bayam dedim hem de bayam emmeye içik olmasa hem gününde nak meydanda nem kılmıyoruz. Anlasanla buludu. Eğizimizden Amerika, Uygur, Şarkı Türkistan, Xitay dem başka ibaret millet veya ki nimi çıkmadı. Nimo teşkilatının ismi ya ki başka millet ya ki devletinin ismi çıkmadı. Bir kadem Vietnamlıkla bilen namayış kılıp kalganımızda Vietnam'dan ketip koyduk o güne. Onundan başka hiçbir başka bir teşkilatniki, şahsniki veya ki nimisinin yok. Hatta biz İlham Tohti'ninki değil mi dok? İlham Tohti'ni free bulardaki hükümeti namayış free İlham Tohti namayış kıldı. Biz onun yok. Hiçbir şahsnik emez. Bu bütün Şarkı Türkistan'ın halkınınki davası, Şarkı Türkistan milletinin, Uygur milletininki ve Şarkı Türkistan halkının davası. Şarkı Türkistan'ın mustakillik davası. Biz şu mustakillik, Şarkı Türkistan mustakillik dedik. Terörist Xitay dedik. Faşist Xitay dedik. Xitay Şarkı Türkistan'dan yo'qoldi dedik. Amerika bizga igi chiqdi dedik. Amerika bizga Xitay terörist Xitayga qarshi turishga yordam qildi. Prezident Trump Boptu, Prezident Trump'ın ismini ne kıldı? Şu şahıs olsa, şu Prezident Trump'tan başka bir şahsın ismini atığınımız yok. Devlet olsa, Xitay, Şarkı Türkistan ve Vietnam'niki bir kadın Vietnam'nikini koyduk ve Amerika, onundan başka bir ne kıldı? Katliyen bir teşkilatniki, Şarkı Türkistan Milli Uyg'unish Hareketi'nin başka bir teşkilatniki ne kıldı? Bu namayışını urullaştırgan çağında bir yerde ruhsat elişde, nimide bu hükümet bilen kürüş jarayandı mı? Şu bir teşkilat namıdan kılış gerek. Şunun için ben bunu 2 yıl ne çıkarttım dedim. 2 yıl burun profesörüm bilen oylashıp kuranmay o çağda şu yıkıt yazgan çağda bunda yazıp koygan tokma. Ma teşkilat namıdan da. Ma Milli Uyg'unish Hareketi deb koy degan profesörüm Amerikalık bir siyasi profesör. Burun hükümet işlegen. Şu şundan başta bir mustakillik hareketi bulaştım burun. Oyg'otishing kerak xalqni oyg'onmasang bo'lmaydi. Shuning uchun qilsa Uyg'unish hareketida deb nim qildi. Uyg'ur Uyg'unish hareketi degan bo'lsam faqat Uyg'urlarga nim qildi. Bu Uyg'urlarning da'vosi emas. Shuning uchun biz Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish hareketi dedik. Chunki bu da'vo necha qatim takrorladim yana
Şu Uyg'urniki, Qozoqniki, Qirg'izniki, O'zbekniki, Tatarniki va boshqa turkiy millatlarniki, ya'ni Sharq Turkistonlik xalqlarniki, millatlarniki da'vosi. Faqatlam Uyg'urniki emas. Shuni nim qildik. Biz uningda bir tashkilotga va yoki bir shaxsga hujum qilganimiz yo'q. Hatto tillig'imiz yo'q, aybligimiz yo'q bu yerda shuvor to'lab. Unda shvorni kim nereden anlattı, kim degizipti, ularga biz onundan hiç haberimiz yok. Olmasa hammasini bizning kunlik videosumuz bor. Kunlik videosumuz naq meydanım qilamiz. Qaytadan ba'zilar 1 soat, ba'zilar 10 minut qaytadan hammasini Facebook'imdan ko'rib chiqalaydi. Agar boshqa bir tashkilot biz shaxsan biz bir hareket mandati açık deb til olgan bo'lsak, shu shvorimizni til olgan bo'lsak, menden cevap hesabını soranlar. Menden hesabını soranlar. Menin kekeydigimni sıkınlar agar aşında şu var bulap qalgan bolsa. Ya men o naq meydanda bağı onda şu var mı yok. O Uygur'nın meydanı, Salih Xudayar'nın meydanı emas, yani kilip. Bu özüge aydın bu balığa. O bütünlay Şarq Türkistan tuprağından kelgan Türk milletlerinin meydanı. Şu Şarq Türkistan tuprağında yaşavatkan Türk qavmidagi qarindoshlarımızın meydanı. Eğer de şəxsiga adavatınız yoki şəxsiga o'chmanliginiz bo'lsa, siz o meydanı kiliversiz. Bu şəxsinin emas, bu Türk milletlerinin meydanıdır. Eğer de şu çaqiriqni bu balla qildi. Hammadan keladi. Bir chet ellikmi kelib ishkini vaqirab qo'yib ketadi. Siz Türk milletlerinin vakili, bir teşkilatınki a'zosi yoki teşkilatınki reisi bo'lish sifatingiz bilan ashuya kelib ishkini vaqirab qo'yib ketdim deganni men dedim. Rabia xonim kelinglar dedi. Menmi kemmamsiz dedim. Lekin hech qanday bir hujum qilmadik. Faqat mening hayron qolganim bu namoyish Xitoyning aramini buzsa bo'ladi, buzilyapti. Nimede bu Uygur'umuzdan, özümüzden kalk qarindoshlarning aramini buzyapti. Men bununla faqat cevap tapamadım. Bu kök bayrak buzyapti, bu aramini bilmedim. Bütün yer kök rengi toştu hazır. Muşu bir ay, 6. aydan başlap 7. ay hazırga kadar kök bayrakның bayrımı oldu. Bayrakni tunuduq. Kichik bollar. Men bazen şu videonu ağan vaxtlarımda bollarga sözler kızdım. Şu küçük tilleri bilen bayraqni Şarq Türkistan ne dedi? Mustaqil qilamiz deganni da'vatıdı. Numus qilmandiq. Numus qilishimiz kerak da. Hozir rangi to'ldi, ko'k rangga. Shuning uchun men Fransiyada vaqtimda birisi mendan bayraq so'rdi. Bermasligimiz kerak deb qizim degandi. Lekin men bu bayraqni tonimayman. Hech qanday yer ko'rmagandim, lekin mush Facebookda mush yaqinlarda ko'ryapman degandi. Biz Sharq Turkiston degan xatni yezib qo'yib hadiya qildik o bayraqni. Huquq olgan desam men bugundan boshlab shuni tashviq qilaman dedi. Maşallah. Bu inqilob bu. Ama yerda ma halqi tetiqsiz gapni qilguvchi balkim xato gap qildi. Yani sen u yerda Xitoyga qarshi shuar to'lig'i chiqdingmi yoki bizga qarshi shuar to'lig'i chiqdingmi? Hamda albatta bunda shuar to'lamaydi bu. Hech qanday ahmoq odam yo'q. Ammo uning demoqchi o'g'ini oshada so'z qilganlar bizga qarshi gap qildi deganni bizga qarshi shuar to'ldingmi degan bir munda ifodaldi mencha o kallasining shunchaligidan. Hamda bular masalan Solih inimiz, Bilal inilarimiz bu cho'nglar orasida o'zundan chiqib kelganlar emas. Bular orasidagi ziddiyatlarni bilmaydilar. Mening bilishimcha hamda shu Rabia onamizniki aşağı berib shu yoshlarning keyinda turib kelganligi shu jidallarga sabab bo'ldi. Ya'ni asli og'izdan chiqqanini qulig'i to'ygan bo'lsa, anglagan bo'lsa, men jon jahlim bilan, jon dilim bilan vatanim, millatim uchun xizmat qilaman. O'tqa kirishga, suvga kirishga tayyor degan quruq shuarlari rost bo'lgan bo'lsa, shu inilarimiz boshlagan bu shu ahamiyatli faoliyatga u so'yma, bu kichik, u mutaassib, u terrorist demay bağlan bo'ladi. Chunki agar shu inilarimizdan degan gipi, ya'ni nishon amalga ishib qolsa, bir qonun ma'qullansa, necha million xalqimiz qutuladi. Hammamizning nishoni mushugo. Onda bo'lgandan keyin bu shaxsiy ziddiyatlarni qoyirib qo'yib, u yerga berish kerakdi.
Ama şu kadar boyun tavki bula. Hazırlıkça hiçbirini kömüdü koyadı. Ama bayağı Zümrüt Hanım degендek siz gerçi bir ayol kişi bolsanız mı? Erkek bolsan gepingizde tur deydigan gepimiz var bizniki. Gepingizde turdunuz. Nerede bayrak olsa men şu yerda ba dediniz, badınız. Endi bu hammadan seskendi, masalan bu fitna pasatlardan seskendi, hech kimning degisi yo'q. Endi inim misol sizlarga desam, bu ziddiyatlar kelib chiqishi sizlar sababli emas. Sizlar bilan munosabati yo'q. Bu faqatla burunda saqlanib qolayotgan mushu cho'nglar orasidagi ziddiyatniki davomiy xolos. U yerda hamda ba'zi gaplar bo'ldi. Robiya xonim men demay deb turib daytib qoldim, meni qistab ketdinglar deb ba'zi gaplarni qildi. Masalan, bir qistab ketsang men hammasini ichib o'taman. O chaqda men miji qilaman, sen miji qilsa degan gapni qildi. Anadan keyin men atalmish qurultayning beshimi chiqib, bak rezinkani so'zib sen uzilib ketdi. O chaqda men siringni ichib o'taman, men miji qilaman, sen miji qilsa deb o'tadi. Mush gaplardan nayat aniq chiqib turibdi. Hamda bu cho'nglar orasidagi ziddiyat sizlar boshlagan bir ulug'vor ishninki ravon minishiga to'salg'i bo'lmasa bo'ladi. Afsuski, bizdagi sapa shu. Atalmış lider, boshliq deganlardagi sapa shu. Shunga inalarim, sizlarga tavsiyam, bu g'ijg'ijinglarga, bu jangi-jidallarga quloq solmanglar. Chunki sizlar boyaman degandek bir o'tqashni yoqdinglar. Butun dunyo miqyosida Uyg'ur qo'zg'alib ketdi. Bo'libmi, yoshlar qo'zg'alib ketdi. Çoğlar en aşında patqaqqa melinib yaşag'ashqa, o qachon o patqaqning ichidan suzilib chiqadi, onu Allah o'zi bilir. Shunlashqa sizlar o'z yo'lingizda davom qilishinglar kerak. Ham ishonmanki, hozir har cho'nglarmi hatto o'sha bolalarimizning kendi mang'du deb ifoda bildiryapti. İnşallah sizlar kutgan maqsadga yetinglar. Ya'ni hammamizning maqsadi bu, shu maqsadga yetaylik. Amerika parlamenti Uyg'urlar haqida bir qonun ma'qullasin. Ana shu chaqda sizlarniki tatqan jafolaringlarning natijasini ko'rgan bo'lamiz. Bu vaqtda endi nurg'un Uyg'urlarning bilgisi bor, inim Solih. Ya'ni Robiya xonim dedi, bu yomon bola ekan, Amerikada cho'ng o'g'ashqa, tili o'g'ashqa, ham sezgur bo'lg'ashqa, men 10 necha yilda ko'rish bilanmagan nurg'un parlament a'zolari bilan kirib ko'rishib chiqdi. Ular bu balam görüşken parlament a'zolarining soni men uzun yildan görüşken parlament a'zolarining sonidan ko'p deydi. Bu yerda bir sal tafsilroq tushunib bera olamsiz? Konkret qanday bir muhim parlament a'zolari bilan ko'rishdingiz? Yana birsi anglasam, ular yangidan bir qonun shu qonunni nusxasini yezib chiqishga boshlagan o'xshaydi. Bu yerda ahvol bormi? Buni biz nima qilyapmiz, bir necha researcherlar bilan yozdiryapmiz. Ondan keyin ularning kinimsidan biz qaytarib turdi, tuzaydiganlar bo'lsa tuzab, ondan keyin oxirgi inshaalloh yaqinda nima qilaymiz, sunib bir mesajlar, ondan keyin chekib yana 25 odamning qo'lini qo'ydirib olsak, parlamentni o'tirib qo'ydi. O'tirib qo'ygandan keyin parlament bu to'g'riliq ishonmanki, hozirgi vaziyatda hamda Cumhuriyetçiler bizni qo'llaydi. Demokratlar hozir inson haqlari nuqtasidan bizni qo'llaydi. Qonunni qo'llaydi va shuning bilan inshaalloh umid qilaman, inshaalloh 2018 yilning oxirigacha bu qonunni bir chiqarib olamiz deb umid qilaman. Inshaalloh boshqa bir ziyonkashlik uchirmasak bu ish bo'ladi deb bilaman. Necha endi hammamizning ismini hozir diyesem bazı iş buzulganlar deyishki bo'lganlar desam yo'q deb o'ylayman. Masalan bazı hamda Meni tilg'anman, ismini tilg'anmanki nima chiqarib qo'ydim masalan Facebookda mana bilan kurashdim deb oxirgi melxkini ilqish bilan demay desam boshqa uyallar o'ynab ketyapti ekan, shuning uchun xalqimizni hata iddia qilib qo'ymasin, hata yo'q, nima qilmasin deb ilqi ishni Robiya xonimizning og'zi orqali oshkorlab qo'ydik va kurashga kim bilan kurashganligini, ya'ni o'z vaqtida shu qonunni yozgan va hozirmi shu qonunni qo'llayman degan ayolniki kongressmen bilan o'rgatishga kurashgan nima videoni qilib qo'ygandim. Boshqalarnikini hozir vaqt hamda bu millatdan sir saqlash emas, tadbir elish jihatdan hozir vaqtincha
demey turay dedim ben de. Agar bu yerda agar deyishga hozircha vaqt emas bo'lsa demisiniz bo'ldi. Am bayağı siz mi dediniz bu teşkilatniki siz Eastern Turkestan National Awakening Movement yani Şarkı Türkistan uyg'unish hareketi degan bu şu teşkilatning nomida operatsiya bu faaliyetni. Evet. Evet. Elbette. Şarkı Türkistan Milli Şirket namıdır. Bu mening bilishimda shu hozircha bunga yetakchilik qilayotgan siz bilan va Bilal inimiz ikkinlar. İkkinlar mush tashkilotning a'zosimi? Ya'ni bu tashkilotda hozir qanchalik a'zo bor? Bir qisqacha tushuncha beramsiz? Hozircha hamda resmi çünkü bizniki iddialarimizga nima qiladigan, çünkü bizniki prinsiplerimizga bo'ysunadigan pek teşvik qilmadik çünkü ba'zidan ishonchlik yangidan bir ishonchlik bir cho'ng keng doir bir yoshlarning tashkilotini qurib chiqaydik. Hozircha bir 10 nechimiz bor. Buning a'zo bizniki birinchi nimamiz bu prinsipimiz birinchisi shart alayda nimamiz, alayda nishonimiz, asosiy nishonimiz Sharq Turkiston Cumhuriyatiniki asl keltirish. Yani xalqaro qonunlarga mos kelgan holatda Sharq Turkiston Cumhuriyatining asliga keltirish. Bizniki alayda asosiy nishonimiz shu. Prinsiplerimizga kelsak, birinchi prinsipimiz biz şartımız yani bu teşkilatga a'zo bo'laman deydiganlar bo'lsa, birinchi shartimiz biz hiç hammamiz vaqt kelgan chaqda masalan hozir hiç birimizniki meni prezident, uni prezident deganimiz yo'q. Chunki biz buni keyinchi kelgusida resmiy yosh bolalarning butun dunyodagi vakillarini chaqirib, bu davlatdan ichki kuchdan vakillarini chaqirib, yig'in ichib, kengash ichib şu yerda resmiy saylam qilamiz deb kelishgandik biz. Shuning uchun biz hozir hech kimni meni prezident yoki uni prezident yoki buni nima demaymiz. Biz o'zimiz qo'limizdan nima ish keladi? Masalan, men o'zimni necha yil hozir 1 yil bo'ldi Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Harakatiniki xalqaro munosabat mas'uli deb tunishtirdim. Biznes kartam shu. Masalan, mayada Mesela biznes kartımda şu, üzerinde prezident veya ki başka nas divagınım yok. Hep karandaşlarımız mı dedik, biz yüzümüzde prezident, reis, ağçıkökçi bunlar demeyimiz. Çünkü biz hazır onun neçi balı bikemiz, biz müşündarman işimiz ki. Keyin kendi ayır boğan çağda, yüzümüzdeki bütün dünya yaş balını yığıp, aşıla sayılaydı o. Kim prezident bulu, kimden bulu veya hakiki demokratik şekilde saylam kılmayız da karar vergen tok. Şunun için beni aşında da bir bulduk Bilal akam bize dini işlerden nimo mesul boğan diken dini cihetten bilimi boğan diken dini işler mesul kıldık. Yani bir kardeşimiz ne şu Türk dünyası alakadar mesul kıygan tok vaktinçilik. Bunu şu vaktinçilik mişinde yürgen tok. Çünkü bunu bir işkanlıkçıysak mı nemlikçiysak mı kayıs teşkilatın sen senin nimen nimo diyende ki şu biz başında dedim kıldık. Bizimizde reis kılıvanmaymayız dedik biz. Halk onu bizdeki yaş balaların emmiyağı yığgan deyken şunu belgileydi o çimdeki reis buluşunu, çimdeki nemi buluşunu. Birinci şartımız şu te. İkincisi biz eğer keyin kelgisi mi şu kurultayda mı kengişini açkan çağdı mı eğer değil mesela birisini reis saylap koygan bolsa bir aşk yıl deyken onun hizmetini yaxşırak kılaylaydıgan başka bir kardeşimiz bolsa derhal vaqtda talışıp yani bir saylam kılımız neçe yıl deyken dep otamay derhal tor arkalık bu karar kelip hukukni reislikni şunu berişimiz gerek. Eğer Şarkı Türkistan Milli davasını bizniki Milli Uyg'unish Hareketining davasını yaxşırak mang'izlaydigan bolsak şunu berişimiz gerek. Yani talaş tatip otamaymiz. Hammamiz bu yolda asker bununla biz Kur'an'a ve bayrak'a kasam kılmayız. Hammamiz bu yolda asker bunda talaş tatip kılmaymiz. Şöhretperestlik yoki başka narsa menfaat oylamaymiz. Oylasak şu Allah rızasını oylaymiz. Onun da kalsa milletimizniki
milliy manfaatimizni, Sharq Turkistondagi mustaqillikni o'ylaymiz. Shularning manfaatiga to'g'ri keladigan harakat olib boramiz dedik. Biz bu yerda boshqa bir nimamiz yo'q. Başka bir nişanımız yok. Başka nişanımız değil mi? Başka yaman maksatlarımız yok. Başka maksat, Tamam. mutlarımız yok demekçi. Başka maksatımız yok. Ama bu teşkilat azı bulunan ise kasam kılış gerek bayrak namıga bayrak tutup Kur'an tutup kasam kılışımız gerek. Kasam ammimiz kıldık. Kasam kılımız. Bu yolda vakt kelgen çağda eğer cenimiz kitemdi, melimiz kitemdi, tenimiz kitemdi, nimi kesse şundan da vazgeçerleşimiz bu gerek. Bir sukunatdan vazgeçerleşimiz gerek. Haber kelgen çağda mağımız degan vaqtda ammanasini tashlab mağlaydigan bo'lishimiz gerek. Bir yerda koltuk sevdası yoki şöhretparast yoki biznasini ammanasini qayirib qo'yishimiz gerek. Buni qila olsak, undan keyin nima qila olamiz dedik. Hamda mayada afsus yangidan uyg'onayotgandan keyin qarindoshlarimiz Sharq Turkistonniki o'zimizniki, ya'ni Uyg'ur va Sharq Turkistonlik Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz Uyg'ur bilan, Qozoq bilan, Qirg'iz bilan o'zining davosini tunayanmagani uchun, milliy manfaatini bilmaslik uchun ular bizga pek yaqin deyilmadi, chunki bizniki manda shartlarimiz bor. Bizmi kelgan odamni qabul qilmaymiz. Buni hech qilmamda kelgan odamni qabul qilmaymiz. Chunki ma shartlarga bo'ysunmasa, yana yil biz cho'nglarniki natijalarini ko'rdik, cho'nglarning tashkilotlarini ko'rdik. Ular deb bulab qolganimiz yo'q. Ichki jihatdan buzilib, urushib, shuhratparastlik unda bunda nim qilib millatimizningki manfaatiga ziyon yetkazganimiz yo'q. Bizningki shu nishonimiz aniq. Prinsiplarimiz aniq. Maqsadimiz aniq. Biz bu yo'lga pok niyat bilan chiqdik. Shuning uchun men boshda dedim, hammadamga birinchi nim qilishdan meni maqtamanglar, hammadamga deyman. Bizni qat'iyan maqtamanglar. Oqidan bo'libmi yuzimizga kelib maqtamanglar. Chunki bu shayton degan narsa hammadamda nafs bo'lgandan keyin shayton insonning nafsiga chiribilib bizning pokiz, ya'ni chin qalbimiz bilan qilayotgan ishni boshqa narsani qalbimizga aldab pichilab bu shayton ozdirib ketishidan, yo'limizdan ozdirib ketishidan qo'rqamiz. Millatimizning davosiga, vatanimizga xiyonat qilishdan qo'rqamiz. Rahmet. Hakikaten inim sizler garip ellerde çoğun olgan, bizge okşaş vatanda Xitaylar bilan yaşap, hilim-ikir, obro'yperestlik, mansabperestlik muştaq idlerini singdirib çoğun olgan emas. İnşallah hazır nayeti bir yaxshi yuzlanish bo'layotidu. Agar mushu da'vo ishlarimiz tadrijiy taraqqiy qilib sizlarning qo'lingizga o'tganda, hozirgidek da'vo sepetidagi maynachiliklardan qutulib qilish ehtimolimiz bo'ladi degan umiddaman. Chunki sizlar g'arb ellarda mush pokiz muhitda haqiqiy insonlarning orasida yashab, Xitoydek nijislarniki ilm-fikirlar orasida cho'ng bo'lmag'achqa, bunday ideyalar sizlarga singmagan. Ham sizlar o'qigan bilimlik sapoba sizlarda til qiyinchiliginglar yo'q. Inshaalloh sizlarning qo'lingizga bu ishniki tezroq o'tishini umid qilaman. Endi Zumrat xonim, men sizni ba'zilar degandek burmi toz bilmaydi ekanman. Mushu 4-ayning 27-sidagi namoyishga bo'lgan chaqiriqlaringizdan tortib sizni tanishga boshlagan. Siz o'zingizla emas, bolalaringizni ochiqib, ashlarning ovozlari orqali necha oy to'xtamay chaqiriq qildingiz, nido qildingiz. Ve kesip etalayımki, aşu Brüksel'e 1000 adam bağan bolsa, aşının içinde en az 200-300'ünü siz kozgap apağan. Çünkü sizniki, aşağıdaki çağırkınızniki tesiri nahiyet güçlük bağan. Ben mi katık tesirlengen? Şu çağda bana bir, kallamda bir xiyal şekillengen. Bu çokan Dünya Uyghur Kurultayının teşvikat hizmeti işleydiğen okşaydı, ya ki sırttan yardım kılgan okşaydı. Şundarak birisi okşaydı, dep qalğandım, ama yakından ayağı sizden bir qo'ymuş ekanligingizni anlayapman. Bu abdim şu sizni to'lag'andan ayağı ahvolingizni bildik ya, sizdan faxrlanib o'tsak, to'yuqsiz qo'ymuş chiqib qoldingiz.
Bu koyumçu Salaydım, her xil bop qavatamdı, her xil salaytda. bu koyumçuluk hakadaki birsiniki acayip aqlani sözü var ki bir anlap baksak. Bizning necha vaqtdan Dolqonning va boshqa qurultaylarning sabr qilishimizga va Rabiya xonim bilan hech qanday bir salbiy tilashlar kirmasligiga qarorlashimizga sabab shu muhtaram muxtar muxbir afandim sizning aylanliq bilan maqsad nima bu yerda Rabiya xonimning izzat hurmati tushsa bu yerda milliy Uyg'ur milliy erkin izzat hurmati tushidi. Rabiya xonimning izzat hurmati tushsa u oddiy rahbarlik qilayotgan ham 11 yil raislik qilgan dunyo Uyg'ur qurultining izzat hurmati tushidi. Bizim şununla ilgili bizim izzat hurmatimiz tushidi. Xalqimiz ichida ig'ir bir ümitsizlik paydo bo'ldi. Milliy davos yapimiz ig'ir bir bulmish kelib chiqdi, qalay qarshi kelib chiqdi. Biz buni o'ylab turib, bo'pti sabr qilaylik, nima desin deb bu sabr keldi. Qanday bu hozir bo'lgan sir bu ya ba'zi kuchga yetayotgan deyilgandek Aşında devlet atlap verip koymuş kettiğini sürüşürsek Nurgay inkasına kilovatı şu alıp şirisiyek Nurgay eklemenden Nurgay'dan noktalını koyuverip pasportunu yükü tıkıverip aşında tücügen hiçbir dava kardeş bakmadan okuşluk gelip davalda geçmeyken tuyuyorsun açay kurulu tuyuyorsun inklapçılı olan aşında ademlikken ben de Bu gapning oxirini anglashdan boshqa qanday hojati yo'q. O nechani oldida tuyuqsizlar inqilob chop qolibdi ekansiz, qanday inqilob chop qolgan deganda bayman degandek shu bu qurultay chaqiriq qilgan namoyishga siz ovoz qo'shib, uning ustidan cho'ng'aroq chaqiriq chiqarib bir inqilob chop qolibdi ekansiz. Endi qandaqdir tuyuqsizlar, qandaqsiga qo'yib chop qoldingiz? Men bunda o'yladim-chu. 4-ayning 27-sidikiga ben balalarım bilan tasodifiylikdan chiqdi deb o'yladi jiqlar. Bu yil opamninki tug'ilgani 70 yosh kirgan bu yil 3-ayning 14-i. Ondan keyin bizning uyning ishchi saqchiga to'shib ketdi qarang. Hele o'g'limni ishi bilan chaqirdi. O'g'limning bir savodisi shu Turkiyada o'qiganligi uchun qo'lga ilinibdi. Elangadiki bunun nemesi vechat orqali hamma bolalarga bir boshdan ismini nem qilish uchun nada bu kim o degan narsalarni uqtirmiz deb uqishimiz kerak deb uribdi bir boshdan izlab oxiri bu mening o'g'limning ismiga kelgan chog'da opamni izlabdi. Opamning nopusida bu o'g'lim. Shuni opamni izlab bir kuni qopib birdan "Gaqimala bana telefon qilmanglar" dedi. Bu nim bo'lgandi, gaqilmaydigan o'xshayman deb gaqilmayim baxtim. Shu qildi. Shu zodi nim bo'ldi desam, shu Ilyarni izdigandi deb. Unda olsa kim izdi desam, maktabninkilar edi, saqchinikida o'qitib. Ondan keyin buni surishtirib ismini topay, bir saqchiga o'zim uraysam, opam beshi ta'minlamadi. Ta'minlamagandan keyin bu keynidan bir munch ishlab oldi, buni ba'zan programladim, qo'yib berdim ovozliq. Shuning bilan bu jarayonda zitimga bek tegdi. O'g'limni, qizimni, meni bizning vatandoshligimiz chiqib bo'lgan Norvegiya vatandoshlig'i. O nima Xitoy va nopusni juvatgan biz. Opamni havol qilib turib, anadagi singlimni havol qilib turib, yug'izvatgan-di. Yug'izvatgandiki nimishki bizni izlaydi? Bu tügümeydiğen bir iş oldu. Apamnınki, dadamnınki bu Türkiye'ye bir bağlılığı üçün şu sebepten bu oğlum berip körüşken şu nimde nevren olan körüştün, nimde nim bilen körüştün, nimde tön bilen bağmadın, seyahat ümeki bilen. Dadam orada yetip bağın elkimde Harvard'da. O Harvard'daki adamda ümek ammaydı ki. Şunu olan erkin seyahat bilen kep bir ay turup ketti. Muş sebepten bir tıncımıdı şu sebepten o vaqtga to'g'ri kelgan chog'da shu namoyishi menga pek ta'sir qilib ketgandi. Hey, men o'zimga bir tasalli topay degan niyatda chiqdim. Uyg'urning men bir avom xalq vakili, Dixon vakili dey, men Dixondan chiqqan deyli, avom xalq vakili. Bu mening uyg'unishim Dolqin Aysaning chaqig'i orqali uyg'ondim desam, ovoz qo'shdim dey. Ata-anamning davası, ata-anamning tortayotgan zulmi mening kallamga ta'sir qilib, o vaqtga naq 4-ayning 27-sidagi namoyish chaqirig'i shunchalik to'g'ri keldi. Men o'zimga tasalli topadigan
bir o'rin topdim deb turib da'voga chiqdim. Da'voga chiqmadim men. O kasbim emas, men kasbiy inqilobchi. Ba'zilar, voy men 30 yillik inqilobchi, 40 yillik büyüşügüde inqilobchi olsa men inqilobchi emas. Men faqat ota-onamning da'vosini qilaman deb o'tirib chiqqan bir avam xalq vakili. Hergiz birisiga jang e'lon qiluvchi emas. To'satdilla uningda shunchalik men bir angushtlar bo'lib ketgandim. Oy Zumrat xonim, voy siz shunday yaxshi qilyapsiz deganda, ha debdimi? Keynidilla Masalih Xudoyor bilan Bilal İbrahim Turkistonninki chaqirig'iga qarabla, bu yoshlarga agishishim kerak, men bayroqlar piltadigan yer men borman degandim debla. Buni qilib qolsam shunlar bu pitnimi kirib qoldim, pitniga. Ular o't qo'yvasi bo'ladi. Andan keyin biz bundan bir eg'iz gaqib qo'ysaqlar biz pitni bo'lamiz. Biz sham yondursak bo'lmaydi. Sen ot qo'y, men ot yoqsam bo'ladi. Sen shamni yondurmasliging kerak deb Xitoyninki bir gapi bor-ku. Shuning bo'yicha nima tutdi. Ondan keyin yo'l tutdi. Ondan keyin men qo'ymichiga aylandim. Bu munda qarab baqsam burunqi videolarga, burunqi tashkilotlarning so'zlariga qarab baqsam, Rabiya xonimnimi qo'ymichi deb ekan. Ayollarning hammasiga bu inqilob aralashadigan ayollarning hammasining do'ppisi shu nima ma do'pp bo'lmay qo'ymichi do'ppiskan deb o'yladim. Rabiya xonim o tashkilotga kirib, siqilib, chiqilib degandek ishlar bo'ldi. Undani to'rdimi ko'rdik. Bu ishchilik sesiqchilikqa faqat aralashqim yo'qdi. Ammo to'satdilla men bir qo'ymichiga aylandim. Pasportini tiqib olibdiman. Anadagi Shvetsiyadan odam yetkazibdiman. Bu qonunli davlat bu, Norvegiya. Bu yerdan bu yerdan adam yetkazsa tutib olsa jazolandi. Anadagi chegirdan chiqirdi. Kimni yetkazdim? Kimning pasportini tutib oldim? Uni qonun yo'li bilan meni arzi qilsin. Shuning bilan men sotga chiqay. Birsini qo'ygan bo'lsam yetilab akasin, palonchini qo'yibsa deb turib. Anadagi to'rga chiqib tetiqsiz gaplarni. Bunda qilib to'g'ri Facebook chiqib tillayolmaysa. Facebookda Uyg'urninki erkak, yigit qizchaqlari bor. Shuning uchun Facebookda tillayolmaydi ular. Xilvat yerda tillaydi. Masalan, WhatsApp to'plari. O chivinolashgan yerlarda cho'qim mana WhatsApp to'plari chivinolashgan yerlarga deb o'yladim men. Shu chivin nimaga amroq, shaltoqqa amroq. Shu shaltoq vayada yuradigan odamlar oshundaq gaplarni taqitdi. Bo'lmasa meni qonun yo'li bilan o'zini qo'g'disin Uyg'ur uchun da'vo qilayotgan odam, masalan Recep Tayyip Erdo'g'an deyli, Trump deyli, mushlar hammasi xalqning ichidagi ulamdi, ulamdi, o'g'ri ulamdi, to'g'ri ulamdi, hammani qonutiga elib bir davlat raisi bo'lib turganlar. Shuning qurultayga nisbatan men qanday hissiyatda bo'ldim? Men bu bir hukumat bo'lmasa, men saylagan bir qurultay bo'lmasa, bu bir insonlarga Məmətdə özəmçi hökumətninki bir reisi qatardı çoğ nimələri qıpdı mən, nimələri qoyubdu mən, şərtlərini qoyubdu mən də, bunlar ölçəm qoyubdu mən. Mavu əslində Uyğurunu bir yer əkilişi gerekdi. Ma yaşlar vətən davasını manda tatıb mağıdığanğa bir küş bulup toplaşsa hoş oluş gerekdi. Bu hökumət olmağanlıq üçün hoş olmaydı ikən. Uyğur oyğunuş namayışı qılıb eriş emas bu. Bütün Uyğur xalqı emas, bütün Türk xalqı, Türk qavmidagi qarindoshlarım da'voga aralashsa, bular qo'q ketibdi. Xalamaydi ekan deb o'yladim. Agarda Qozoq ko'tarildi, Qozoqning raisini qo'shib tilladim men. Qozoq ko'tarildi. Nima sababdan? Uyğur tang birlashyapti. O'zbeklar va Turkiyaga kelib ancha-muncha bir ishlarga aralashyapti. Qirg'iz, Qozoq, O'zbek, Tatar jiq qarindoshlarimiz bor. Biz üstüde durup astığı buyruk düşemeyiz, xalqning ichiga cho'kimiz degan hissiyatda bo'lsa, bu da'vo oldiga ilgirlaydi. O namoyish maydoniga Salih Xudoyor bilan Bilal İbrahim yolg'iz mikrofonni ko'tarib turibdi. Kim baqira olsa, shu vaqirsin deb turib, mana mikrofon deb turib berdi. Men ba'zan chaqiriq so'zlarga aralashdim, ammo Avo o'qiydiganға qizimni o'qig'izmidim. Sababi yana quyruqimni tishlaydi. Tashkilotninki bir nimasikan, ma qizim ma tashkilotning bir nimasikan deydi. Qizim inglizcha ko'p xil tilliq o. Oyig'im keldi. Nimishqa meni tillasang mayli, atogin qizimni qo'shib tillaysan deb turib,
balamni ayıdım. Anandikin özem koymucu oldum. O jarayonda bir kıtım kelip ikinci günü namayışığı berip ikinci günü bir Cüret isimlik birisi man aşağıda tanımayman men. Şinjan gezitining bir nimasiyman deganda men Şinjan gezitini o'qib baxmaydim-chu, rastla. Shuning uchun u yerga muxbir bo'lamda u bilan turmaydi ekanman. Men Şinjan gezitidan palonchi Cüret, siz Dolqun aytsak hujum qilyapsiz, qurultayga hujum qilyapsiz, Dunyo Uyg'ur qurultayga deb qo'limni mushtaqli tutdi. Hey, qo'yuting ha, men yaxshi ko'rmayman, erlarning qo'limni bunda tutib turib, bunda qilishini og'zingizni ishilting dedim. Desam, onadaki men palonchi, siz aslida qurultayni tilga olmaysiz. Men qurultayni tilga olmadim. Namoyishga kelsin, bayroq miyadati bizni necha vaqt niyoqa ozod qilish kurishiga qilayotgan bir qurultayninki raisi misha kirish kerak. Ayni vaqtida namoyishga shu chaqirib qilib baqqan, hamma yerga namoyishga shumi kelish kerak o'xshaydi deb chaqirib saldim dedim. Og'zini bossa so'zlaydi o boshqa yerlari. Shuni Rabiya xonim yugurib kelib, "Hey, sen mening og'zimni itsizlar. Bunikini mi itamsa, bu bir hech qanday tashkilotning egisi bo'lmasa, ya bir nimasi bo'lmasa, ya bir jang e'lon qilmasa deb turib o qaqshidi. Chiqib ketmadi maydondan deb turib vaqirdi. Shu sababdan u odam o maydondan chiqib ketdi. Onundaki o hujum Rabiya Qodirga texmi chiqibdi deb turib bir yerlardan ochdi degandi. Hey, o maydonda men bor, qizim bor, Qurbonvali akamiz bor, hammasi bor. Keynimdan yugurib yurib mushu eliqi nima xo'roz Mikiyallah deganda bolalarni bunda nim qilsa urush bo'ladi-ku, ashundaqdek o yugurib keldi o ayolamda. Rabiya apamiz kelib, yalon oyoq yugurib kelib, oridi ikkimizni. Oy, shunchalik beoram bo'lib ketdim, rahatsiz ish qilib ketdim qarang. O odamni men tonimayman. Endi bu qurultaynikini zo'lab men bilan birlashtirib olish, o butunlay bir tuhmat deb o'ylayman. Men hech qanday qurultayga hujum qilmadim. Namoyishga keling, siz chaqirganda biz borgan to'q, avam xalqimiz sizni chaqiryapti dedim. Ammo o'yladim, u hukumat emas, u bir tashkilot, u bir inson. Men bekli yuqori hisoblab ketibdim-a. Qurultayninki raislari bormi, yana birimiz bormi? Ba'zilarning ismini bilmayman men, chunki men inqilobchi emas. Men bir onamning davosini qilma deb chiqib qolgan bir avam xalq dixon vakiliman. To'g'ri. Bu yerda nima deymiz? Aramızda bir biz uzundan diqqat qilib kelayotgan bir danqi chiqqan pishnaxo'r bor. O'zi ulug' tuproqlarda yashaydi. Ammo kunda poq yeb yashaydigan nima ekan bu? Og'zini ostida poq suydikni puraydigan bir nima. Hozir hamda boyaqi so'zni qilg'uvchi uni ustoz qilib, o'zining bayonotchisi qilib, sahnaga oldiga chiqarib qo'yib, sizga hujum qilibdi. Bularning tarixdan tutgan yo'li shu. Bir odam o'zlariga qarshi gap qildimi, uning tegi-tektirini tekshirdi, uning oilasini tekshirdi, uning tarixini tekshirdi. Qandaroq bir ilinqidek bir tillaydigan, hujum qiladigan bir sabab bormi deb. Sizni qarang, biz biladigan bir kuyimjon ana, bir ikki qo'liga tayanib halol amgiki bilan yashayotgan bir ayolni o'zlari uchun shu qadar kuch chiqargan. Shu Brukselda ular faxrlanadigan shu namoyish uchun şu kadar kuch chiqargan bir anani nomus qilmay, hech qanday fakt yo'q, asos yo'q, qo'ymuchiga chiqarib o'tibdi. Nomus qil ablahlar, nomus qil. Nomus sen haqda sapa degan narsa bo'lsa, azroq nomus qilishni o'rgan. Men sizning gapingizni bo'lib o'tadigan bo'ldim. Eng qisqasi bir davlat deganda ojishib ketganlarmi yashaydi, to'y qildiganlar bo'ldi, har xillar yashaydi bu yerda. Endi mening shaxsiyligimdan bir to'yimni qilib qo'yish maqsadlarim bo'lib ketdi. Shuni bek kulgim ketdi. Bu shaxsiylikka doir bir ish. Agar to'y qilish dedim bo'lsa, sana demay o'zim qilib olaman birinchidan. Unda da shaxsiylikka yana bir bolalarim orqali, bolalarimning ayrim hollari orqali oramim bek buzilib ketdi. Oxirimay dedim, bu gapni boshqa xil taqitishi mumkin. Shuning uchun pul yig'ma demisin deb bu yerda davitay. Bir necha inson menga to'y taklifini to'y qilib jimiqi bilan bu da'voga aralashmang, sizning ishingiz yo'q bu yerda deb tepberayli deganda men dedim, bo'ladi tepberang. Menga $1 million vatan davosiga, mushu kambag'al vatan davorimizga pul
ajırtıdığan bir er olsa tep bereyim dep durup bayraqның belgisi bilen böğrünün mında bayraqның belgisini ivetip koygandım cimıqdı. Endi ertögün bu gep başka xil şaqlanıp piştine bop ketmesin. Bu yerde cevabını berip ettim. Qeyrindaşlarım, men piştini yaxşı görmeymen. Ama immunit gücümüzni, keselge karşı immunit gücümüzni, piştiniga karşı immunit gücümüzni biz yitildirishimiz gerek. Şunun üçün bu yerde bazen gepler, hemme millet uşaq gep var. Ama bizninkini bek işip gitip bardı. Biz hazır mavu türmünün içideki qaratmay, vatanның içideki az zulümü qaratmay, WhatsApp qaynap gitip atıdı. Biz nima üçün bu namayış? Muşu namayış nima üçün xalqның aramını buzdu? Xitayның aramını buzgan bolsa meyleti. Nimdep ma Uygur komitetinin yan birinin aramını buzup kaldı dep durup sual koyup baktım. Rabia Hanım qollığanlık üçün dep cevap taptım. Şunun üçün bu momay qollığanlık üçün emas, xalq avaz qoşqanlık üçün bo'lmaydi ekan. Bu davani siz yalğız qilib tuproqni agarda ziminimizni qo'limizga ap bera oladigan nochi bo'lsangiz o'ttirga chiqib, falan kuni ap bermay xuddi qachon azat bo'ldi deb menga savol qo'ydi. Biz tayyor bo'lganda azat bo'ladi deb javob qaytardim. Javob qaytarmasam nima deydi? Ujuqib ketdi. To'yg'izib etdik. Beshini mundaq qilib etdik. Dedi va o'g'ashga javob qaytarmadi deb turib, oylim yana ivatdi. Men endi faqatla o'ylaydiganim vatan davosi yoshlar bilan hal bo'lganiga ishonaman. Rabia Hanım bir oshqush. Burun davo qilib baqqan ayol, tajribasi mo'l, yaxshi ishlarni qilib bergan. Men uning tapanchisi emas, lekin bir onani hurmatlimaganlik oqini echib tinmay g'ajab qo'ymichi, yana bir menimi qo'ymichiga chiqqan yerda u ayolni albat qo'ymichi qildi ekan dedim men. Davoga aralashgan odamning hammasi qo'ymichi bo'ldi ekanda, shuning qaraganda deb o'yladim. U ayolning yo'ldoshi bor bo'lganlik uchun bu ta'nim bo'lmabdi. Endi menga mening shaxsiy turmush ishimga aralashadigan yo'ldoshlar bor ekan. Rahmat sizlarga oram bekli ko'nglingizni nim qilib ketib berdim. Parakanda qilib yetib berib nima deb o'yladim. Faqat mush namoyishini qo'llaganligim uchun deb o'ylayman. Rahmat. Endi rast gap qilsa, haqni so'zlasa, bo'la teppagan bir modi gap va pishne deb. Abay biz men anglatgan so'zning o'zi 100% pishne. Ang uchuq chiqqan pishnexo'rni oldiga ishtirib qo'yib turib, tergan pishne. Endi ularning kattabeshi nima deydi? Xalqdan qamchi yegandan keyin chiqib, men har qanday ishlarga tushuncha berishga tayyor. Mening ishxonamga kelinglar. Yoki meni oldimga kollektiv bir o'mak bo'lib kelinglar. Aniki men tushuntirib beraman deydi. Men xuddi bir vatandagi bir Wang Shuji, Zhang Zhuxi bir gap aytgandek oldim, u Xitoylar ashtaqdi. Fikrim olsa ishxonamga kel, o'mak bo'lib kel, vakil avat deydi. Erkak bo'lsam, ma ekranga chiqib hammamizning oldida, butun avam xalqning oldida tushuncha ber. Bundan burun bir chaqir qilganlar bo'ldi. Seyit Efendiga dedi bu gapni, Seyit Tumturk Efendiga. Mushu qurultay parchalangandan keyin hamma ziddiyatlar kelib chiqyapti. Mushuni xalqqa tushuntirish majburiyatinglar bor. Men sizni ekranga taklif qilmay deganda, Seyit Efendi, men har zaman tayyor dedi. Ammo men atalmış qurultayning raisi degini hozirgacha beshin tiqib kechib yurdi. Erkak bo'lsam, u katikingda javob berma. Aldın kelgan o'mak kelishini umid qilma. Ekranga chiq. Seyit Tumturk Efendi va boshqa munosabatlar bilan o'tirib, hamma xalqning oldida so'zla. Javob ber. Endi shu chaqda xalqimiz kimning to'g'ri qilganligi, kimning xato qilganligi, kimning pishni terayotganligini aniq ayirib oldi. Ham qarindoshlarım hozir bu bir ko'ngilsiz bir gap. Men bu vaqtda, ya'ni jangichilar to'g'risida gapni davom qilg'im yo'q. Gerçi içimizde taklavatkan bulsun bu işler. Başka nurgun muhim gaplarımız var kıldıgan. Sizler bize çarşıdanlar bir 3-4 minut arama evlenler. Bir jutum çay içiyorlar. Ben bir hazır bir nakş koyuydu. Nakşiden keyin muhim gaplarımız var deyişiyorlar. Yollar sizi
sizni yükselenler yaşsın. Yürek sizni yürleyenler yaşsın. Yürek sizni yükselenler yaşsın. Göz almay yumbu yaksa asman diye elgem kıllı gelle yaşlı. Göz almay yumbu yaksa asman diye elgem kıllı gelle yaşlı. Soğargandek sayı bergen şunlarni Otta qarzi tülgelle yaşlı. Soğargandek sayı bergen şunlarni Otta qarzi tülgelle yaşlı. Yarsa anna düşken arvını Üzzat bulup sürgele yaşsın. Yarsa anna düşken arvını Üzzat bulup sürgele yaşsın. Mal dünyanın kırıkta kül bulup uçuğda köymeyelle yaşsın. Mal dünyanın kırıkta kül bulup uçuğda köymeyelle yaşsın. Yoksuzluktan ot düşken yalnızlığım Uçuğun hep ödegelle yaşsın. Yoksuzluktan ot düşken yalnızlığım Uçuğun hep ödegelle yaşsın. Özgelenin vakti üçün de tatip Üzret kimi gele yaşsın. Özgelenin vakti üçün de tatip Üzret kimi gele yaşsın. Mutlu musun arman bilen ketkenler Ümitleri ölmeyenler yaşsın. Mutlu musun arman bilen ketkenler Ümitleri ölmeyenler yaşsın. Ümitleri ölmeyenler yaşsın. Assalamu alaikum qarindoshlarım. Shundoq chin so'z bilan yashaganlar xalqqa haqiqiy o'zini atag'anlar yashasin.
Hozir inimiz Salih'dan bir savol so'rag'im keldi. Sizlar bu ishni boshlagandan keyin Uyg'urlar bilan da cheklanib qolmay, New Yorkda qozoqlar, ozarbayjonliklar, turklar va boshqa turkiy qarindoshlarnikimi o'zigidan qo'zg'alib bir namoyish qilganligini ko'rdik. Sizmi beribsiz u yerga. Bular shu sizlar boshlagan faoliyatdan keyin shundan ilhom elib qilgan ishmi yoki buning bilan munosabat yo'qmi bu namoyishning? Masalan, birinchi kuni masalan bizniki qozoq yoshlarniki hatta biz boshlagandan keyin New York qozoq yoshlari Xitoy konsulxonasini oldida namoyish qilgan. Bizni qo'llab Sharq Turkistonda da qo'llab bizdan ilhom elib nim qilib ekan va meni chaqirganda u vaqtda men boramay qoldim. Keyin yana chaqirdi, yana maqatim BDTning oldida qildik. Kepasini zapnim qildi, bo'ladi deb bu qatam bordim. Barsam hamda bu Türklimi şu nimini ulumu Türk teşkilatımı Şarkı Türkistan'da bulayotgan zulüm karşı nim qilayli namoyish qilamiz deb qutilish qilib ekan. Shuning bilan men New York baribir bo'lgan-ki, bo'pti bir kun eshib turay deb ular bilan birlikda namoyish etdik. Hamda ularniki to'latgan shuarlari bekmo'lik nima emas, turk shuar to'layapti. Shuning uchun de ingliz shuar to'laydi ham turkchani to'laydi deb mustaqillikni o'tirib qo'ydim men. Chunki bu freedom deb, ya'ni erkinlik. Bizga erkinliklam kerak emas. Bizni erkinliklam kerak emas. Bizga eng muhimi mustaqillik. Mustaqilligimiz bo'lgan chog'da erkinligimiz bo'ladi. Mustaqilligimiz bo'lmay turib, u erkinlik eg'izdan gaplab qoladi deb tushuntirib, mustaqillik, Sharq Turkistonga mustaqillik, terrorist Xitoy yaxshi ko'kchi deb sal bunda oldida sal bunda yetaklagandek qilib ashqdan birlikda namoyish qilib oldik. Ikkinchi kuni nimidiki Xitoy konsulxonasini oldik. Amdin bu boshqa masalan bu Qozog'istondagi ahvollarni ko'rdik. Masalan Qozog'istondami o'zlarining qozoqlari hozir uyg'unib Xitoyga qarshi Qozog'istonning o'zida namoyishlarni qilyotdi. Ham O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz har xil qo'lidan keladigan bir shakllarda shu sizlar boshlagan namoyishlarni qo'llayotdi. O'z turgan joyida bo'lsin har xil shaklda va yoki Yevropaga kelib masalan mushtaq qo'llaganlar bor. Masalan bu yerda bir hadimizniki so'zi bor hamda shu Parijda bo'lgan namoyishga kelib Oshiyadagi namoyish jarayonida qilgan bir so'z bor-ki bu hadimizning. Men anglab ta'sirlandim. Bunu bir anlap ötsek. Assalamu aleykum. Muhaciratda yaşayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlar. Mushu ayning 5-6-7-si Fransiyaning Parij shahrida Dünya Uyg'ur ayollar birligining o'rinlashtirishi bilan ayollarning azobli yurak ovozi degan temada namoyish etdik. Bu namoyishdan mening olgan ta'sirotim intayin zo'r. Bu namoyishga bizning yoshlarning, bolalarimizning, ya'ni farzandlarimizning ko'plab qatnashgani meni intayin ta'sirlantirdi. Hatto kichik shu 1 yoshdagi bolalarini so'rab, shu Shveysariyadan kelgan yoshlarimiz shunchalik menga ta'sir qildi. Men shunday tushundimki, bizning Uyg'ur davosida bu yoshlarimiz zo'r ta'sir ko'rsatdi deb o'ylayman. Mana Amerikadagi Salih Xudoyor o'g'limizmi oldin qaydan 4-kundan boshlab shikoyat namoyishga chiqib dunyoni shunday o'yg'otdi. Bizning farzandlarimiz haqiqatan uyg'onibdi. Shu
Şunun için bu farzandlarimizga karman bu beşi bulup aldı da menip beriş biz ata-analarning bir odamlik farzi deb hisoblayman. Rabia xonim onamizmi mana Salih Xudoyor bolamizninki yenidan ketmay mushu Tomuz aylarning issiqlariga chidab namoyishda birga bo'lyapti. Men endi shu namoyishga mana Qozog'istondan bordim. O yerdagi yoshlarimiz, ya'ni farzandlarimiz mening bağınımdan şu namoyishga qatnashganligimdan intayin bir ruhlandi. Vay ana shunchalar jiroq yerdan o'sha namoyishni deb kepsiz deb hammasi shunday hayron qilib, shunchalik ta'sirlanib, shunchalik bir ruhiy kuch oldi. Shuning uchun biz cho'nglar Rabia onamiz boshliq her türlük Xitayning chiqarayotgan ihvollarga ba'zi bir oramizdan ilojisi yo'q bir shunday bir sotqinlikqa mahkum bo'layotgan ularni bizning mayli kim bo'lsin qarindoshlarimiz shularning bir ip berayotgan ta'tir tashviqotlarga bundan keyin eran qilmay Rabia onamizni qo'llab quvvatlab hammamiz karvan beshi bo'lib mangayli. Farzandlarimiz albatta bizning keynimizdan mang'udu. Chunki kelajak shu farzandlarning, shu nevirlarning kelajagi uchun biz ota-onalar jiddiy o'ynashimiz kerak. Har bir ota-ona uyida farzandlarini, nevirlarini o'ylab cho'ng g'amxo'rlik ko'rsatdi. Shuningga o'xshashda bizmi mushu muhojiratdagi barliq Uyg'urlar kelajak avlodlarimizni Uyg'ur ritida saqlab qolish uchun ham vatandagi Xitoy kommunistlarining shunda qirg'inchiligiga uchrayotgan qarindoshlarimiz, farzandlarimiz, nevirlarimiz uchun biz cho'ng kuch chiqarishimiz kerak. Bo'libmi biz mana mushu Salih Xudoyor o'g'limizning tahlivi bo'lgan mushu Uyg'urlar to'g'riliq qonunni Amerika hukumati tarafidan ma'qullab ashuni bir kuchga kirgizib olsak biz bir cho'ng ish qilgan bo'lardik. Biz ya'ni ozodligimizning, mustaqilligimizning 50%ni o'rinlagan bo'lardik. Tibetliklar o'xshash shu qonunni ma'qullatib bizmi ba'zi bir imtiyozlarga ega bo'lardik. Shuning uchun barliq muhojiratdagi Uyg'urlarningki men Rabia onamizning keyindan menib karvon beshi bo'lib shu yoshlarimizni texmi uyg'otib Uyg'ur davosiga o'z hissini qo'shishni talab qilman. Men bu so'zni bekor demadim, men talab qilman. Hey bir Uyg'ur o'zining Uyg'ur davosiga his qo'shishni bir namoz o'qiganda farz deb hisoblab o'z vatan davosiga o'z davo ovozini qo'shishni yana bir qatim talab qilaman. Albatta u vaqtda bizniki yoshlarimiz cho'qim mang'udi. Men uni mushu namoyishdan ko'rdim. Namoyishga zo'r darajada mushu yoshlar qatnashdi. Biz cho'nglardan naydi bir ko'p bo'lsak bir 10 odamdek bo'ldik. Qolgan hammasi yoshlar qatnashdi Parijda. Undan keyin mana boshqa yerlarda o'tkazayotgan namoyishlardami yoshlar ko'pchilik o'rinni egallamoqda. Mana Norvegiyadagi yoshlar o'z oldigan shunday bir yaxshi faoliyatlarni olib beryapti. Shuning uchun mushu yoshlarimizni texim uyg'otish uchun ota-onalar Rabia xonimning keyindan birinchi safda turib Uyg'ur davoimizni yuqori pallaga ko'taraylik. Salomat bo'linglar. Men Olmaotadan Shaharbonim ananglar. Zumrad xonim, mening bilishimda siz Parijdagi namoyishda bu hadimiz bilan birga bo'ldingizmi deyman? Ha, men birga bo'ldim. Shaharbonim hadimizni men to'r orqali ismini izlab yurib tepib qo'shgandim WhatsAppga.
Çünkü ana til toğrusida bu naydı faaliyetçen bir apayke bu. 60 neçe yaş kirgan, 70 kirib qalgan. Men hadi deyman. Ana til mektebi Orta Asya'da Uyghur til mektebi bağansırıp kiçiklep özünün nəvirlerini 60-70 kilometr jirak demey aşı Uygurca mektepke berip kevitipdi izcil apay. Anandan keyin Uygurca mektepler taqılış girdavıga berip oğanlarga tinmay teşvik qiladigan. Sebebi cıq atallar oylaydigan xizmat tepish qulaylığı deb bizim Xitoychaga bergan balalarimizni ularmı şunu Rusça mekteplerge berish arqali şu xizmat tepish qulaylık oldu deb turib ana til mektebi sıqıp chiqirilish girdavdi ekan. Şununga davamlıq deydi mağa. Muşu ana til mektebini saqlab qilish men uchun bek muhim. Aşı vatanimga berib men bir eski tam men kichigimda tug'ilgan yerda eski tamlıqda olsun bir nima chedir tikib olgan bo'lsam deb o'ylayman. Shundaq kunlar keladi ha. Ma yoshlarning qo'zg'alg'idan shundaq kun keladi deb o'ylayapman qara. Shunchalik ruhliq men deb ashta deganda rost odamning iliqi o'ziga qo'ygan bir talibi, iqtisodiy talibi yoki yana bir degan narsa havo havasini cheki yo'q. Cho'ng qilmasingizmi bir chedir tikib olish niyatim bor. Ash vatanimga berib bir eski tamlıqni endi olsunmu deganda ya bu bir odamdagi olaydi bir ruhga dedim men bu ayoldan ko'rdim. Aşağılarga puti ağrısım, işip gelsin, putini söylep hastası bilan yurdi. Çık resimlerimiz var, tattık. Hem de to'g'ri chiqiraytay desam, o'zini tinmay tashviq qildi deb qoladi. Chiqamayli deb o'yladim. Anadagi o'ziga ivatib berdim. Shunchalik ruh odam uchunchi bir pilos aktiv bir energiya beradigan ayol bu. Ondan başqa yana şu sizniki şu maxsus Norvegiyadan berib Amerikada ishkapda namoyish qatnashganligingizni ko'rgandan keyin ta'sirlanib O'rta Osiyodan ba'zi Qirg'iziston dedingizmi bir davlatdan bir akamiz Qirg'iziston ittifoq tashkilotiniki mas'ulimi maxsus shu sizga o'xshash faoliyatga qatnashtirish uchun Qirg'izistondan Amerikaga bir vakil avatmoqchi bo'libdi. Mushtaqil bormi? Ben avazını gerçi benim şahsilikimge dair hem de bu İttifak Komitesi, İttifak reisi deydikimiz Artuk Hacım da bu adamdan mı burunlarda bir yaxşı olmagan bir narsalarni qilib qo'yganda u yer bu yerdan kesib chiqarib qo'ygan narsaga nisbatan men ranjigandim bu odamga. To'g'rida nimishki to'saysiz namoyish deganni u bu deb qaqshigandim. Keyin bu odam men bilan 100 turani urushgani yo'q. Ondan keyin bir yerlar orqali boshqa bir ayoldan bu odam nihoyat jiq yaxshi ish qilgan odam, lekin Qirg'izistonning sharoiti namoyishga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun o'zini o'zi qo'g'dayman demay, mushtaq bir yerlarda qilgan yaxshi ishlarni qismi hech kim yaxshimi tashviq qilmaydi deganda bu odamni topdim men keyin. Tepib nima ish qilayotgan odamdi deb beshida rasm bu narsalarni izladim. Ondan keyin ba'zan apaylar orqali bu nima ish qilyapti deb xalchamajim deb bir apay bor ekan. Shu apay orqali bu odam nima ishlarni qiladi desam, mushu mayli u burun o'lib ketgan aşı Char Rusiyani vaqtiga as qo'shgan bo'lsin, yana bir bo'lsin, shehidlarimiz bor ekan. Aşı tuproqqa as qo'shgan deyli, Uyg'ur davosiga emas. Tugab ketganlarni boshqa ismlar uchun yozilib qolgan, lekin Uyg'ur emas deb yozilib qolgan asli keltirib, ondan keyin mayli qaysi 7-ayning 5-idagi qirg'inchilikninki xotirasi uchun duo talovat qilish, bu degan ishlarni yaxshi ishlarni qilayotgan kishi deganda o'zi bilan do'stlik o'rnatdim ondan keyin. Nimalarni qilyapsiz? Uyg'ur davosiga foydali yoki Uyg'urlarningki madaniyatini texnik gullantirish faoliyatlaringiz menga degan desam, shu Ramazon vaqtida ba'zan narsalarni qilibdi, ularni boshqalar ivat bir o'zi bak xijilchan odam-ku bu. O'zini tashviq qilishni xohlamaydi ekan. Shuni bilan boshqalar ivat berdi, xalchamajim ivat berdi. Bir Mo'may ham 70 necha yash kirgan. İvat berdi, shularni to'rlarga chiqarib qo'ydim. U vatanda yashaganda kesib qoldim dedim. Ba'zan bir shunda bir duolar, go'zal bir tilaklarni qilganlarni nim qilib, xo'sh qoldim. Undan keyin men Amerikada tursam, bir ovozli narsa ivatibdi. Endi shuni qo'yib bersangiz bo'ldi, jasorat epandim. Men sizga qarshi men izlab boqay.
Ma'qul. Endi o kishini men bu yerda bir maqtab ketish maqsadim emas. Endi o odam bilan men bir daraja turmayman. O bir komitetninki reis ekan, anandaki jixlagan ish izlari bor ekan, Uyg'urlarni yetaklab menga o'tibdi. Qirg'izistonniki sharoiti Qozog'iston qaragandan bir tövenke. Endi inqilobning shakli har xil bo'ladi. Biz endi muqim bir shakli yo'q, ma'lum bir yosh cheklimiz yo'q. 25 yoshlik bola ishim qilmaslik kerak. Inqilobda 50 yoshlik, 60 yoshlik qerib ketganlar qiladi, putini so'rab bo'lsinmi degan bir cheklimi yo'q. Endi bu kishining bir so'zi yoshlarning keynidan biz ergishimiz kerak, bolamizni yetaklay, bolamizni nima qilishimiz kerak, qo'llashimiz kerak o degan Zumrat xonim, men hozir mana telefon bekiliqi nima kelib ketib, bekchiqiliqi uchur kelib ketib, ani topolmadim. Agar men Salih inim bilan azroq so'zlashgach turay, agar siz topa olsangiz, siz qo'yib bersangiz bo'ladi bulamda. Ma'qul. Salih ukam, hozir endi mana bir xil g'ayriy desak bo'lmas, balkim bir qismi to'g'ri bo'lishi mumkin. Endi bu bekli yosh bolaga, kichik bolaga tajribasiz deydigan bir gaplar bor. Hozir ashtan gaplar eqib yurdi endi. Bu sizning yoshligingiz buningga bir sabab bo'lmasligi kerak. Tajriba jihatda haqiqatan 30-40 yil bu ishlarning orasida yurganlarga selishtirib bo'lmaydi. Ammo mening bilishimcha siz xalqaro munosabatlarni shunday bir kasbda o'qigan deyman Amerikada. Xalqaro munosabatlar siyosatni qo'shib o'qigan. Masterlik bitganmi? Yo'q, masterlik hozir o'qiyapman. Hozir o'qiyapsiz ya'ni. Anladık siz burun hamda ba'zilar aniqan bo'lishi mumkin, ba'zilar hozirgacha so'rayotganlar bu Salih Xudoyor Amerikada tug'ilganmi yoki kichigida Amerikaga ketib qolganmi deydigan bir gaplar bor. Men shu Sharq Turkistonda tug'ilgandim. 7 yosh vaqtimda Amerikaga ta shu 6-oyning 4-i tam 10 namoyishni boshlagan kuni dal shu 18 yil bo'libdi men Amerikaga kelganimda. Anlasam kichigingizda men o aldım boshqalar anlamaganlar bo'lishi mumkin. Oilangizda bir kimyo birisining beshiga Xitoylar qo'ral tanlab qolgan tahdid qilgan bir holatlarni kichigingizda ko'rib qolgan ahvollar borki, shundaymi? O kallamizdan chiqib ketmaydi o nargizmo. Qancha yoshlarınız shu? O şöyle şu 97-yillarda şu 4 yosh vaqtlarim o'xshaydi shu. O'ljidagi qirg'inchilik, o'lji inqilobidan keyin qirg'inchilik vaqt davrli deydi, shu vaqt deydi. Nima bo'lgan tezroq qisqacha deb beramsiz shu ishni? Endi shu bir kitob o'qish sababidan, kitob G'ulam Kamninki bir kitobi bor, Jannatning ochiqchisi deb. Shu kitobni birisi ko'rib qolibdi ekan, o'qib qolganini chiqib qolibdi ekan. Shu saqchilar uyiga bostirib kelib bo'lgan ishmi bu? Anladiki hozir bek to'lib bo'lib ketayotgan gaplarga, masalan sizning javobingiz nima, masalan bu tajribasiz deb men endi unda his qilmadim. Shaxsan qilayotgan ishinglarni ko'ryapmiz, nihoyat muntazam tartibli ketyapti. Sizin ba'zi o'zingizni tajriba jihatdan yetishmaydigan tajribasiz his qilamsiz? Endi albatta biz bu yosh ilmimizmi shu bir bachelorimiz borken, masterlikni o'qiyapmiz, Allohga shukr. Tajribam rost desam bu usta boshqalarning 30 yil, 40 yil va yoki umr 60 yillik tajribalari yo'q, tajribalarimiz yo'q bizniki. Lekin endi men o'zimni bilimlik deb nima qilib ketmayman. Ammo bizning nimamiz boshqalarga qaraganda sal redlik deb o'ylayman. Chunki ba'zi tashkilotlarni hamda men hech bir nima qilmayman. Har qanday Uyg'ur tashkiloti va Sharq Turkiston tashkiloti bo'lsin, bu ularga hujum qilganim emas yoki nima qilganim emas, aybligim emas. Ammo biz xalqimizga hech bir vaqt hech bir tashkilot bir xalqdan hisob bergani yo'q amaliyotda. Sen pul alsın, ma pul aldım da bir ücret bir belgini yokken, ya ki dokular çıkırıp mancılık
kıldık, mançilik manda kıldık degen kişiler yokken bizning nimemizde. Bu addi bir dükkan, mesela bir telefon rüymetlaydigan nimedi mo? iPhone rüymetlaydigan dükkan da dükkan bazarın kim işçiler bir küçük bir daskidek bilim var. Ulamı ayda saat nimi çıkardı o. Mançilik kirim kıldık, mançilik kirim çıkardık, mançilik pul çiğdi, mançilik sattık, avşkökçüde. Ammesini hesaplaydı o. Onu hiçbir teşkilat, hiçbir Şarkı Türkistanlılık veya üzüne fakatlam Uygur'da avasını kılman degen teşkilatın hiçbirisi hazırkıça onda bir iş kılıp bakmaptı ki. Ötkende mi bunu dedim ben, bunu hiç kim hata düşünmem, ben hiçbir teşkilat ne veya şahs ne veya ucum kıyınım yok. Ama bunu ne kılmasak olmaydı, çünkü bir yerde biri bu da hesap kılmasak halkımızdaki hakkını yapılan bilip bilmey halkımızın hakkı kirip kalamaz. Milletin hakkı kirip kalamaz. O bir sınıf basımı birisi $1 basımı, o $1 mış davağı badem degendeki 35 milyon 40 milyon insanlar hakkı aldı. Şunun için onunla hesapına ait kılışımız gerek, pakiz kılışımız gerek işine. Şunun için biz 5 ballık dedik mayada, biz bir sınıf alsak mı vücut yazımız, bir sınıf nem kıysak mı onu kılımız, bunu kılımız. Ayda vakit nem kılamadı mı torbetine ma düşen bir günü küçük bolgan dekin, şu 5. ay bile 6. ayın ikinemizini çıkarıp koymuyoruz hesabını. Aşında kılışımız gerek dep nem kıldım. U yerde kemçilikimiz baki her kandak teşkilatına. İkincisi biz köpünçü teşkilatlar tankıtını yaktırmaydı ki. Teşkilat ne veya ki kişinin tecrübe kılımı desem mesela nimo tecrübe deymen nimo develop deydi o kiliştirmen dese yaxşılandırman dese nim kılış gerek, onunla tankıtlarını kubul kılış gerek, anlaş gerek, çünkü emmeden bilmeydi o, emmeden bilip gitmeydi o, yeni devir bolgandaki özgür teknoloji teşkilatlar terakki kılman dese demekçi o siz. Terakki teşkilatlar ve şahslar terakki kılman dese zamanın bekiş gerek ve emmeden fikir eliş gerek. Emmeden fikir elip şunun hiç kim degende bir anlap koyap o anlap koyaş gerek. Ağaç kökçü sen andatın ya sen nimo 30 yılını yazma biz bunu okulatmayız. Senin bir nasıl bilmedik ise manı yokal demey anlap koyuş gerek. O çağda bizim suyunumuz meneki bizim tek fikrimizden aldı da anladık, belki bizim fikrimizden mi biri doğru yere çıkıp buluşmak gerek. Mesela bizim her akıl adamdan daim deyimiz. Mehmet'den kudayım, meneki kemçiliklerim naip tula, kemçiliklerim naip tula. Bazı hata yapıp koyduğu yerim var veya ki hata hareket kılıp koyduğu yerim bolsa derhal bana 2 günlük emez şu zamatlam yüzüm denla. Şu zamatlam divetmesenler keyin men hatalık kıysam bir hata hareketimde milletimdeki menfaati hatalık yetkizimson dep oylayman. Meniki bir egiz hatalığımda milletimning menfaatiga ziyon yetkizimson dep oylayman. Amma Uyg'ur ashuna qilish kerak. Mayli shaxs bilan tashkilotlar bilan hammamiz shu bir-birimizniki tanqidni anglab, o'ngshaydigan yerimizni o'ngshab fikr almashtirib bir-birimizni taraqqiyot qildirishimiz kerak. Shunda deb qalayman, shu jihatdan Allohga shukr, hamda bizniki ashuni tirishyapmiz. Qolgan yerimiz hamda kamchiliklarimiz nurg'un. Tecrübemiz, lisanla resmi tecrübemiz yok. Bizniki şu kitaptan okup, dersten algan tecrübelerim, bilimimizden başka bekme tecrübemiz yok. Tek hamda namayışını kılıp, bir ayının yazı şu parlamentdeki üyelerinin şiklini çekip ügünüvatımız qanday qilishni. Çünkü burun bilmeydim. Hatta birinci qitim o'tgan yili bir yerga ketdim. Senatorlarniki ishg'ollar ichiga chiqib o'tgan yili men boshqa turdim. Kelsam ko'rishman deb qo'ysam da yo'q de oddiy odam bilan ko'rishman desam ya yo'q de bu ochib ketib shaqolam chiqarib etdi. Ondan keyin qaysi tashkilotini
soğandı ki men o professorumga bu manda da men kanda demişsem professor manda kıldı gitti. Onun dekin yana basam yana ama kıldap ne koyup yana çıkırıytıda iş oldu. Onun dekin professorun birisini tunuştu dedi. Maxsus lobby dedi o parlamentda kanun kılışqa parlamentdan sözlep kanun toğruluk nemi toğruluk besim saladigan kişilerden deyli. Onun bilan birisi bilan tunuşturup koydu. O adam meni bana küçük etim şanı berip köz tutup koydu qanday qilishni. Endi bu yerda ishni chiket deydigan borki, chiksa chiket demaydi o, ammo bulunma silliq yo'l bilan ular yo'q kurishadigan odam hozir aldirashdi yoki aqchi ko'kchi deb turib oladiki. O dedi, unda turib olsa, sen muhim ish bilan kelganingda bizdek turib olsan dedi. Bu yerda taslim bo'lib chiqasan, uni gipon ololmaysan, ishonib qilmaysan, uni kar bo'lmaydi. Sen o'sha turaver. Yaman nim qilsa shu 15 ming saqlab deb bezdek turib olsang 15 ming saqlagan o'g'lim ama chiqib ketmaydi ekan deb kurashtirdi majburiy birisi bilan seni deb nim qildi. Bu tajribani ashunda egildi. Shu men birisini o'gitib qo'ydi, ashunda egildi. Kunning so'z qilishni, qanday nim qilishni bağıça, qilg'icha o'rganyapmiz. Bir kundalam tajriba egildi bo'lmaydi o. Ammo bilim orqali atalarımızınki, tarix arqılıqmı atalarımızınki ve başqalarınki tecrübelerini öyrənəliyimiz. Şularınki qanday nim qilganlıqı. Yani kitap oqub, tariximizni oqub, şular atalarımızın nasihatlerini anlap, bo'lmasa hammani men tecrübe, men üzem qilaman deb o'tilsam masalan, üzem sınab qilib qilay desam, bu insonlik ömrü yetmaydi unday ishga. Hiçbir insonniki. Hamma narsa men üzemninki sınab qilib qilamansa, hiç insonlik ömrü yetmaydi o ve onunkine ait ziyanlıq taraflarım borki, onu üzem öğrenip çıktım, təcrübədən. Ama tecrübe yoxluğumuz rast, ama öğreniyatımız ve tecrübe ilgileş üçün tirişiyatımız ve çoğunlardan şu davanı qılıvatqanlardan tecrübesini bizge nasihat qilib, yol ko'rsatishini umid qilamiz. Ama bizni qayırıb etib, ya sen bilan nim qilmayman, bizlam qilyapmasa, nima qilyapganlar uqmaysa avsh ko'kchi deb yana zamanga bakmay, ondan keyin yana xatolik bilib bilmay millatimizningki Sharq Turkiston davosini kichiklantirib, milliy inson haqlari demokratiya qilib qo'ysak bo'lmaydi u. Unda davo emas bu. Bu tuproq davosi, ya'ni ne chiqatim da'vatiman, ammaga da'vatiman. Bu men bu gapimni sizlar hujum qildi veya bir tashkilotga yoki bir shaxsga hujum qildi deb tushunmanglar. Ammo bizning da'voyimiz mustaqillik da'vosi, tuproq da'vosi, mavjudlik da'vosi. Mustaqillik bo'lmay biz mavjud bo'lolmaymiz. Mavjudligimiz shu hozirgichilik 63 yilning yozib avtonomiya deb hozir ko'rdik ahvolni. İnsan haqlari degan bu siyosatda inson haqlariga faqat bir davlat, ya'ni bir davlatni da eyipleş üçün bir kuzur o. Ameliy nima emas, bu nima emas, Amerikaning ishida mi o? İnsan haqlari yo'q. Bu davlatniki nisbatan inson haqlarini davlat beradi o. Davlat beradi o. Xolis beradi o, xolis bermaydi o. Erkinlikmi shu? Ammo mustaqil bo'lmay turib erkinlik bo'lanmaydi bizga. Mustaqil bo'lmay turib bizga inson haqlarini bo'lanmaydi, demokratiyami bo'lanmaydi bizga. Bunu hammadan tushunib olsin. Biz asonliq millat emas. Biz bir nima emas. Ba'zi nima tashkilotlarniki va yoki nimalarniki, mayli yosh bolalarning tashkiloti bo'lamdi yoki nima bo'lamdi, yana xatolik bilan Sharq Turkiston ichida Uyg'ur millati bir ethnic minority, bir asonliq millat deb yozib qo'yapti. Bu nayt ziyonliq gapma u. Ne chiqatim dedim buni manda gap qilmayli. Biz Sharq Turkiston ichida Uyg'ur millati asonliq bir millat emas. Biz umumiy yerlik millat va biz umumiy songa egamiz yana. Bu Xitoylar besib olgan bir ishg'olchi, ishg'oliyat kuchi. Sömürge bir kuchi, ular nima emas. O ya o'zimizniki igisi emas yoki nimasi emas. Tarix qarasaqmi, masalan, o'z vaqtida Amerika mı, Angliya mı?
Hindistan'da nima qilib olgan, besib olgan. Hindistan'da besib olgan, ammo Hindistonda hiçbir vaqt Angliya meniki parchalanmas bir tuproqim deb nima qilmaydi. Yoki Hindistonlar biz Angliyada Angliya imperiyasi bir asallık millet deb nima qilmaydi. Bu asallık millet terminolojini yo'qotish kerak. Masalan, Uyg'urlar, masalan Beijinglik Uyg'urlar bo'lsa, ular Beijing ichida asallık millet bo'ladi. Masalan biz Uyg'urlar va Amerika ichida asallık millet bo'lamiz. Ammo o'zimizniki zamonimizda biz mumkin emas asallık millet bo'lmaymiz. Mumkin emas. Buni tuzatish kerak. Tuzatishinglarni umid qilaman. Buni tanqidlab, buni men qarshi gap qilyapti, bizni nima qilyapti deb o'qimanglar. Tuzatishinglarni umid qilamiz. Haqiqiy Sharq Turkiston davosini qilishinglarni umid qilamiz. Mustaqillik davosini qilishinglarni umid qilamiz. Ammo butun dunyoga har qanday Sharq Turkiston va yoki Uyg'ur tashkilotlarini haqiqatan Sharq Turkiston millati uchun va yoki Uyg'ur uchun xizmat qilaman desangiz, hammanglar birga kelishinglar kerak. Hozir birlik kerak bizga. Birlik kerak. Hozir dunyoga birlikimizni ko'rsatmasak bo'lmaydi. Birlik qilib xalqni o'tirsa, xalq o'tirib, xalq saylasin. Haqiqatan xalq saylasin. 3-4 adam yig'ilib yoki 5 adam yig'ilib yoki 100 adam yig'ilib emas. Har davlatda Uyg'ur bo'lsa, aşağıdaki vekillerini saylab, çoğun nima yig'in bulamdı, kengash bulamdı, qurultay bulamdı. O'tgan yil o'tkazimiz degan yil nima kengashni qaytadan nima qilish kerak? Shakllantirib, rasmiy bir mayli hukumat bulamdı, mayli xalqaro bir Sharq Turkiston tashkiloti qurishimiz kerak va yoki hukumat qurishimiz kerak. Ba bo'lsa barligini bu kichik ziddiyatni yo'q qilib, qaytadan pokizlab o'tirib qo'yishimiz kerak. Millatimizningki, xalqimizning birligini ko'rsatishimiz kerak. Hammamiz qozoqni chaqirishimiz kerak, qirg'izni chaqirishimiz kerak, uyg'urni chaqirishimiz kerak, o'zbekni chaqirishimiz kerak, tatarni chaqirishimiz kerak. Bizni Sharq Turkistonlik deydigan turkiy millatdan qarindoshlarimizni chaqirishimiz kerak. Va o'tirib fikr qo'yib, mustaqillik harakati, mustaqilligimizni millatimizniki va davlatimizni qanday asliga keltirishimiz deyishimiz kerak. Biz yangidan bir davlat qurmaymiz biz. Yangidan bir yo'q bir narsani e'tirofni chiqarmaymiz biz. Bani asliga keltirish bizniki maqsadimiz. Shuning uchun Xitoy bu Sharq Turkiston degan gapni yomon o'ch. Shuning uchun deydi bu Uyg'urlarning ichida shu bir turkum Sharq Turkistonchi bölgünç kuchlar va aqchi ko'kchi mush ishni qilayotgan deydi. Biz qat'iyan bölgünch emas, chunki siyosiy nimada bölgünch bo'lsak, masalan, bölgünch demak bor bir mavjud bir narsaningki ichini parchalayman degan narsa. Bölgünchilik. Biz ziminimiz besilib olgan bir millat va xalqlar. Sharq Turkiston xalqi ziminimizni Xitoy besib oldi. Biz arab hech bir vaqt Xitoyning bir parchasi bo'lgan bir nima emas. Biz Xitoy emas. Masalan biz bölgünç bo'lsak, masalan men deydi, shaxsan men atishliq deydi. Men o'zimni atishliqda men nima qilib ketmayman. Yurtbozlik qilib ketmayman. Yurtbozlik qilib ketmayman. Ammo deydi, agar bölgünç bo'lsam men Sharq Turkistonning ichida men ayrim qilib atishdan qo'yib olaman desam, o chaqda men bölgünç bo'laman. Chunki u men Sharq Turkiston xalqininki tuproq, u necha ming yilni yozish Sharq Turkiston xalqi o'xshash yerda yashab kelgan millatning orasiga chiqib men atishdan qilib olaman. Biz sizlardan yaxshiroq aqch ko'kdab chiqib olsam, o chaqda men bölgünç bo'laman. Ammo biz hech bir tarixdan bu yanda hozir Xitoy yaqin zamongacha 49gacha va yoki rasmiy 49gacha Xitoyning ostida qolgan bir millat bo'lmagandan keyin hech bir Xitoy bilan munosabat Xitoy bilan birga yashab munosabatimiz bo'lmagan bir millat bo'lgandan keyin hech bir tilimiz o'xshamaydi, dinimiz o'xshamaydi, tariximizmi shu o'chmanlik bilan ham o'tgan bir millat ekan, mumkin emas ular bilan ularning nisbatan biz bo'lguncha. Xalqaro ashunda biladi, xalqaro qonun ashundan bo'ladi. Masalan, Tibetliklar o'zini bo'lguncha deb hisoblamaydi. Tibetliklar o'zini asalliq millat hisoblamaydi. Buni cho'nglarga degandim o'z vaqtida. Nima uchun biz bu asalliq millatlarning forumiga boramiz? Tibetliklar nima uchun bormaydi o? Davoyimiz, chunki davoyimizni tuntimiz dunyoda deydi. Ya, u davoyimizni tuntgan bilan biz
Uyg'urninkini lam davosini qilib, cho'ng davoni kichiklaytimiz, yo'q qilaytimiz. Bizniki Uyg'urninkini lam davosi emas. Bu bayroq, men aqimdagi bayroq Uyg'urning lam bayroqi emas. Bu bayroq uchun Qozoqmi qon to'kdi, Qirg'izmi qon to'kdi, O'zbekmi qon to'kdi, Tatarmi qon to'kdi, Uyg'urmi qon to'kdi bu bayroq uchun. Necha million qarindoshlarimiz mush bayroq uchun jinni berdi va hozirmi beryotdi. Faqatlam Uyg'ur emas, shuning uchun buni xato tushunsanlar bo'lmaydi. Bu Uyg'urning ham bayroq emas. Sharq Turkistonning bayroqi. Shuni bir takrorlay degandim hamda shuni bilish kerak millat. Bu bizning davomiz sizlarga necha qitim Uyg'ur dedinglar. Albatta men Uyg'urligimdan faxrlanaman. Uyg'urligimdan tanmayman. Uyg'urligimdan faxrlanaman. Allohga ming shukr deyman meni Uyg'ur qilganiga. Yana nim qilgan bo'lsa-mu, yana 100 ming qatim boshqa bir millat bo'lamsa deb nim qilgan bo'lsa-mu, yana Uyg'ur bo'ldim. Hozir mushunda holatdimi, yana Uyg'ur bo'ldim. Ammo siyosiy nuqtada ve tarihi noktada bizge birlik gerek. Biz bu toprak için cennet bergen şehitlerimizni ruhini kayrıp yapıp Uygur'un davası da çıkıp biz bilgenç bulunuz uçakta. Uçakta biz bilgenç bulunuz. Şunun için bilgençlik kılmay tam hep biriş gerek. Çünkü bu emmemizin davası. Uygur'unki, Kazak'ınki, Kırgız'ınki, Özbek'inki, Tatar'ınki. Emmemizin davası bu. Şarkı Türkistan davası. Doğru. Nəhayət doğru dediniz Fukam. Bu muşu yakın tariximizni varaqlasaqla, bayı siz degandek muşu tuproq üçün, muşu büyük zemin üçün nurg'unlagan Qozoqlarniki, O'zbekdan, Tatarlarniki mo Uyg'urlar bilan bir set turib Xitoyga qarshi jang qilib qon to'kkanligini aniq o'qib olaymiz. Shunga endi tecrübenin gapini qilib qoldik. Tecrübe tarixdan o'rganish kerak. Masalan, siz degandek shu ikki jumhuriyatimiz jarayonidagi tecrübeler va boshqalar. Buning da o'rganishga tegishli yerlari bor. Ammo bu tecrübesi yo'q deb vaqirayotgan valoq tekkurlarning tecrübeleri ise meningcha jiroq to'g'ininglar yaxshi. Bularning tecrübesi nima? Yilmikir, manmanchilik, huquq talashish, shu nijis Xitoydan singan, qinig'is qilib ketgan nijis Xitoydan kelib chiqqan jangichi derlar. Bundaq tecrübeden jiroq to'g'an yaxshi. Shunga bularning tecrübesi yo'q, kichik taraf turuq degani quloq solmang. Hem yoshlarga quloq solmaslik kerak. Shunga men dedim beshida, sizlar bir qorong'ulikda o'tqash yaqdinglar. Yo'riqlikni ko'rsatmadinglar millatga. Agar sizlar chiqmagan bo'lsanglar, biz shu qorong'uchilikda, shu patqoqqa milanib, yana necha yillar o'timizkin tang. Allah'a şükürler olsun. Muşundaq bir jangovar yoshlarimiz sizlar etilib chiqdinglar. Hem sizlarniki jasoratinglardan bütün dünyadaki yoshlarimiz uyg'onyapti. İnşallah sizlarga ergishib, haqiqiy shu davoni bir nishonga yetkazgusi. Bu bizning arzu umidimiz. Abay gapimiz Zumrat xonim bir gap to'xtab qolganda topdingizmi ekan? Ha, topdim. Shuni qo'yib bersangiz. Lakin Zumrat, qanday yaxshimsiz, tinchlikmisiz? Men faqat sizning bir ovozingizni anglab, hozir Amerikada qilayotgan ishlaringizni ham o'sha Norvegiyaga turib ko'p ishlarni qilyapsiz. Sizga rahmatimni bildiray deb, ahamiyat ko'ryapmiz WhatsApp, Facebook'larda. Bütün qilayotgan ishlaringiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Men faqat faxrliman sizdek adam gidin. Sizga o'xshash bir ishlarni qilaylik deb bizim harakatda Allah bir süretin için, millet için rahmetimni bildiray deb sizga telefon chaqirdim, siz bilan bir so'zlashadim. Bizim meydin Qirg'izistondan hozir o'zimning Maun Reis Ismail degan balni shu Amerika Solihuddinning oldiga aytaylar deb hozirgacha viza keldi endi Amerikadan. Şu Allah bir nasip olsa vizalarni o'sha açsak bizim aytib Amerika Solihuddinning yanında bir 5 gün turib qatnashib keldiğinde bir Maun Reis'ini aytyapman. Bir balını tayyorlayotdim, bizning o'rnimga shu İsmail degan balni
Hazır gözü içildi bunun vatanperver gururluk payda buldu. Allah bir nasip olsun. Gelecekte ittifakın başkıp ketken bal buldu. Şu balını ötettik. Aman bolun. Allah sizden razı olsun. Biz sizni görüvatımız, anlavatımız. Ahirimizi rahmet sizge. Muşu avaz diyemdi. Kağallarını bek koymayı dep oyladım. Bu akimiz şu Kırgızistan'daki İttifak Teşkilatı'nın mesulü okşaydı Karaganda. İttifak Teşkilatı'nın reisi. Reisi. Hem yaşlarını bula kollaydı ki. Mina en söylengen yerim bu adam dedi ki biz inkılapqa ezelden katnaş bakmagan mesela kan töküdüğün inkılapla katnaşmadık. Şunun için kit berip ögünüvatımız. Bunun için tecrübe almıştırışımız gereken degende men muşu cihettin. Mesela Salih Hudayar, anandaki Bilal İbrahim Türkistani bu burun mesela bulana içinde bir ot var. Bu ottan biz hoşuluşumuz gerek mi? Yaki bulanı tecrübesiz dep durup biz düşürütüşümüz gerek mi degan mesele var bu yerda. Biz bulardan faydalanışımız gerek. Nimişqa Salih Hudayar ne dey? Misal alay. Rabia Hanım bilen manğacada bunun tercüman ketmeydi. Rabia Hanım'a tercüman ketetdik ya burundan ya hazırgıça. Özüm deydi bir til meselesinde kıyınçılığım vardı. Salih Hudayar'a tercüman ketmeydi. Şoför ketmeydi. Bununla bir nime ögüteyli desek mesela mundaq dep taktika yoki mundaq bir teklif fikirlerimizni berimiz. Lekin buni yetilab turib hamma narsani tartamanganda kichik bala qilib unda hojati yo'q. Bu aşağıda o'qishni shu yerda tamomladi. Shu yerdagi ma'lumlar bilan o'rtaqlasha oladi ekan. O professorlar bununla teklif fikirlerini berdi ekan. Biz qaysimiz bununla chet elliklarga doir teklif fikirlarni bera olamiz? Beramaymiz. Hech qaysimiz jang maydonida yurmagan, hech qaysimiz siyosiy sahnada men degidek siyosiyonlarimiz yo'q. Mesela men e'tirof qilgarak bu yerda siyosiyon, shaxsan men siyosiyon emas. Men inqilobchim emas. Men bir anamning davasini qiluvchi deb o'ylayman. Men turk millatlarini birinchi o'ringa qo'yman. Masalan, Salih Hudayarning abaytin da'vatidir. Biz uchun aytganda, mushu bayroq uchun qon to'kkan Osman Baturdek Xitoyga tik turib, shehid bo'lgan boshqa turk millatdagi qarindoshlarimiz bor. Bir Uyg'urning qini to'kilgan emas. Biz qon to'kmadik. Masalan, men qon to'kmadim, siz qon to'kmadingiz. Shehidlarimiz, ajdodlarimiz qon to'kkan. Bu tuproq uchun qinin jinini seppagan ne Türk qavmidagi qarindoshlarimiz bor. Ot ustida qilish o'ynatgan yoki miltiq o'ynatgan qarindoshlarimiz masalan ham Türk millatidagi Türk qavmidagi qarindoshlarimiz ichida ota-bobolarimiz o'xshash shu jang qatnashgan ne qarindoshlarimiz bor. Buni biz biroqla inkor qilib Uyg'urning da'vosi emas, to'g'ri Salihning degini Uyg'urning da'vosi emas, Sharq Turkiston tuprog'idagi qarindoshlarimizni da'vosi. Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi ne qarindoshlarimiz bor. Biz shu yerda tug'ilgan, keyin bu yoqqa mustaqil bo'lgandan keyin keldik, lekin ma yuragimiz shu yoqqa qarab so'qidi deydi. Bu bir qanchalik bir eg'ir so'z. Shu tuproqqa qarab yuragim talpinadi, so'qidi deydi. Doğru. Bundan biz bundan faxrlanmamdı. Aşı tuproqqa bo'lgan sevgileri bizni hayajonlantirmamda. Biz özümüzün tuproqini özümüz qo'g'damasdan mavu yoshlar bizning nenimizni olib ketadigan bo'ldi degan hissiyat emasman. Masalan, men balam bilan bayga uchib qolsam qanday bo'ladi? Men bolalarim bilan bayga uchishmayman. Bular mening hayotimni davomlashtirguchi deb o'ylayman. Bularga ham nafas bo'laman. Keynida turib meni so'ragidek bo'lsa, qizimga deyman, o'g'limga deyman. Bir kunlarda men qo'lidan ketqilib yoki bir qanday bo'lib qolgan vaqtimda, "Haydanglar bolalarim. Qo'layimqan so'zlamadinglar. Anadan bir yuzinglarni to'kadigan bir ishlar qilib qolsam, amal va jamoatlarning orasida yurgizmanglar. Hayotda hech nima deyilmaydi. Men kishiga uyum bo'lib qolmay, sizlarning yuzinglarni to'kib qolmay deb o'ylayman. Ashta deyman davomli. Sizmi bolalarimiz, mesela Salih, mening bolam o'rnida, mening o'g'lim bilan o'xshash tanglikda bir yoshdagi bolalar, tang bir nima quramidagi bolalar. Bu mesela Bilal İbrahim'mi agar baldur to'y qilgan bo'lsam, o'shanchalik o'g'lim bor bo'ladi.
Bunda ballar bilan biz qandaqsiga bir bizga jang e'lon qilgan deb hissiyatda bo'lasiz. Yoshlarni tarbiyalaymiz, yoshlarni bundaq qilamiz deb shu orada shundaq deymiz. Ammo Xitoyning bir qoidasi bo'yicha yaxshilar chiqish kerak, yoshlar chiqish kerak, bundaq qilish kerak, bu deb yanada qozonni yo'g'on osdi Xi Jinping. Bir umr o'ttirgandan qozonni osgandek bizmi hamma narsaga qozonimizni esib o'tsasak bo'lmaydi. Biz yoshlarni taraqqiy qildirishga ozroq bir yo'l qo'yaylik, keyniga 3 qadam chekinaylik deyman men davomli. Opamga bir aytdim burunlarda. Biz yoshlarni ba'zan narsani padishab, o'tib deb gaqizmaydi biz kichik vaqtlarimizda. Endi men bolalarimga nisbatan bilim og'idek narsalarni padishapni, aroq tamaka yoki yana bir xil bunda bir ishlardan to'sishni, o narsani bu cho'nglarning oldida qilmaslik degan bilan ba'zan fikr almashtirish jihatda bu padishapga kirmaydi deb turib davomli opamga ishlarda aytdim. Dadamga shundaq aytdim. Shuningga hozirmi shunda ota-onalarga mayli da'vo sepidagi shu cho'ng mo'yspitlarimizga deydiganim bolalarga ozroq yo'l qo'yaylik. Bular qandoq taraqqiy qildi? Bular qandoq tajribalik bo'ladi? Biz agar yo'l qo'ymasak bular tajribani nereden o'rganadi? G'oyibdan o'rganamaydi. To'g'ri. Yo'l qo'yaylik. Shundoq Mao Qozog'iston, Qirg'iziston tarafdagi qarindoshlarimizni ahvolini bilamiz, ham bo'la O'rta Osiyoda bo'lg'achqa nurg'un qiyinchiliklar bor. Masalan, shu Amerika tarafdagi berish, Yevropaga kelish va boshqa jihatdan iqtisodiy ahvolimi degandek emas, ya'ni Yevropa, Amerikadek emas, ammo shundoq holatdami ana o'tiramabdi vatan sevgisi bo'lg'achqa ichida yoshlarimizni shu solih bolamizni qo'llab avatimiz iniga davatidi. Sizning qilayotgan faoliyatlaringizdan ta'sirlanibdi. Mana bu natija. Endi bu yerda bir amaliy ish bor. Biz quruq ko'tildab o'taqanlar qila oladigan. Mushu yaqindan yog'i men turgan yerda, shu Norvegiyada Uyg'urlar o'zligidan hech kim bu gapni tashkili yo'q, o'zligidan biz borolmagandikin u yerga shu bolalarniki 2 oy ish tashlab, o Amerikadagi yerda 2 oy ish tashladi degan gap cho'ng gap. Amerikada Norvegiyaga o'xshash ish tashlab uyga kirib yetib olsa sotsial pul vermaydi, o jinni boqolmaydigan bir yer. Mushundaq yerda bu yoshlarimiz shu qadar fidokorlik qilib 2 oy ham ishini tashlab chiqdi, ham yonchug'dan pul xarjlab turib qo'yatdi bu inqilobni. Mana Zumrat xonim o'z ko'zingiz bilan ko'rib keldingiz bu yerdagi chiqimning qancha bo'lganligini, har kuni qancha chiqim bo'lganligini. Shunlashgan bir şeyki mesela mening atrofimdagi Uyg'urlar qo'zg'alib ketdi, ular deydi, biz borolmagandan keyin, quruq so'zlab o'tgandan keyin hech bo'lmasa mush enalarimizning aşağıya chiqayotgan namoyish qatnashayotganlarniki chiqimini ko'tarib beraylik degan bir tashabbus bo'lyapti bu yerda. Bu ish ham xalq orasida o'zligidan qo'zg'alyapti. Hech kim buni chaqiriq chiqarib bir nima qilgani yo'q. Bu enalarimizga bu gaplar kelgan. Kelganda bular izchil rad qilib qo'yapti. Nima deganda mushu namoyish qo'zg'alganning yog'i qo'zg'alib ketgan, uning bilan tang qo'zg'alib ketgan fitna fasodlarning sababidan. Yani azroq bir 2 tiyin pul apti desa, "Abayqa sizni qo'ymishi deganlar yana nimachi deydi, Alloh o'zi bilir." Shuningdan qo'rqib, bu inlarimizmi quloq teshitsin, mushu pul degan narsaga yaqin kelmayli da'vatidi. Ammo biz ko'rib turibdik. Bular millionlar emas. Bosirib qo'ygan bir boyligi yo'q. O'zining opisi dadisi uchun kurash qilayotgani yo'q, bir davlat qo'limizdan ketgan bir davlat, bir ulug' davlat uchun kurash qilyapti. Bir millatning mustaqilligi uchun kurash qilyapti. Ondan bo'lgandan keyin Mishada hamda bu enimizga desak qachon yana unmaydi Zumrat xonim. Biz boshlamchi bo'lib bu ishqa bir fikrga kelib, mushu dunyo miqyosida mushu enalarimiz va shu masalan Rabia onamiz jinida hozir shopiri yo'q. Ash qatnash buning yalvirib mashinasiga o'tirib boradi ekan. Hech bo'lmasa Rabia onamizning taksi pulini ko'tarilganga, ma enalarimizning aşağıdaki masalan park qilish, suv, yemek, benzin puli va boshqa qatnash pullari degandek, mushu odatdagi chiqimlarni ko'tarib borganga xalqimizning ko'ngli bo'lsa, bu enalarimizmi zodi yo'q deb ching tura olmaslik kerak. Shunga men endi darhol kallamga kelgini Amerikada mushu bolalarning yanında turayotgan
ishonchli qarindishimizdan bir ikkisi, bir adam bo'lsa bo'lmaydi bu ishda. Ikki adam bu ishga mas'ul bo'lib, bir konto açsa, Amerikada bir bankaga kirib bir konto nomer açsa, onunğa xalqimiz ishida o'zi xalab ishidan chiqarib, mushlarniki mash kunlik chiqimiga azroq bo'lsinmi, to'kpan bo'lsinmi, yordam qilma deydigan qarindoshlarimiz bo'lsa, shu kontoga bevosita avatib bersa pulni. Pulning albatta soni yo'q, cheki yo'q. $5 olsa 5 dollar, 10 olsa 10 dollar, 100 olsa 100, qo'lingizga kelsa 1000 dollar. Xohlaganingizcha, ya'ni ishingizdan chiqarib, o'zingizning roziligi bilan bersangiz, bu pulni bolalarimizni boya ana davatudu bir tashkiloti borki, hozir bu cho'nglarimiz bir tashkilot qurib bo'g'icha hayliqi atalmış raislik deganda talishib qoldi, qon bo'lib ketdi, qaldi so'qashtirib. Bu inalarimizning qurgan tashkiloti borki, hozirgacha bir prezident raisi yo'q bu tashkilotning. Pat shu kichikdan 10 kishilik bir tashkilotning mo hisobini ish haftada bir berib turimiz davatudu. Bu bolalarimiz sap. Ayda bir qatim berib turimiz edi. Bu bolalarimiz sap, vijdonli, iymonli bolalar. Bir tiyindan ko'zi yo'q. Birisining bir tiyinini yavolganga. Shunga mening kallamga kelgani shu Zumrat xonim. Endi bu yerda bu ishqa masalan da'vo sepidagi bir odamlarni qo'shilishmi to'g'ri emasmikin deyman. Ko'pchilik ishlanadigan ashundaq odamda bir ikki odam topsaq eng oz. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Shular bir konto nomer olsa, masalan shaxsan mening avatkim bor. Hozir qanday avatishni bilmayman. Mening atrofimdagi shu Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zligidan mendan so'rayotganlar bor. Ma indinimizga ashaga namoyish chiqayotgan qarindoshlarimizga bizning dardimizni qilayotgandan keyin ular bir yordam qilsak bo'ladi deganni tashabbus qilyotdi. Xalqimizning orzusi bu. Şuna inanırım bunu mu rad qilmanglar, yana joyliq turolmanglar. Bu namoyish 2 oy dedik. Mening anglashimda 2 oydan ortiq davom qilish ehtimoli borki. Hozirgacha yanchug'lardan chiqarib hamma kirmanglarni tashlab qo'yatsizlar. Bu sizlarning shaxsiy ishinglar emas. Shunga maishda Zumrat xonim, sizning kanalingizda bir fikr bormi? Qanday shaklda qilsak bo'ladi? Ben bir şeyde azraq deb o'tay. Bir şeyde bu ballaylık namayişini başlagan vaqtida Türkiye'deki qarindoshlarımızdan anarki Norvegiyadagi ba'zan akkada inni singillar mushundaq bir yordam qilgan bo'lsak degandikin men qo'pib torda bir raisini ashtakli bir narsa chiqarib qo'ydim. Agarda bunda qilmoqchi bo'lsak, bunda qilsak bo'ladiga degandikin torda hujum boshlandi. Bu ballaga boshlangandan keyin hada tezdan yo'qding. Zumrat apa tezda yo'qdi mani deb turib qoqshidi. Oniki yo'qtib etdim. Balki usulga diqqat qilmagan o'xshayman deb o'ylab qoldim. Ondan keyin Norvegiyadan Erkin Rozi pul evet gözde $478. Ondan keyin Turkiyadan ba'zan $478 men ağaçbadım. Ondan keyin yana bir singillarimiz bu qilganda men ularga men akitanmayman hozir mingib bo'ldim deb turib rad qildim. Top turinglar deb. Türkiye'de ba'zan qarindoshlarimiz ovoz qo'shdi, Kanadadan qizlar ovoz qo'shdi. Buningga hamda bu ko'nglimiz ozroq o'sim amin topdiki, ayak borolmaganligimiz uchun ozroq o'sim shu suvning o'disidan chiqargan bo'lsak, metroga mi ketar ekan? U yerda biz hamda kron hashlamaymiz-ku. Dollar bo'lgandan sharax metroga o'tirib baqdim men. Shuning uchun bildim. Her bir kaçırsanız bir ketiverdik ya. Bu ballarniki su o bu bazen qarindoshlarimiz suvlarni kötürüp ekeldi. Onu tavak qatarda şu namayişinin suyunda. O ısıqda bire mundaq bir sular yetmeydik ya. İqib turgandikin ter degen suğa bek ihtiyaclı olib ketirken. Bazen dokanlar jirak uyaqlardan. Namayış meydanında dokanlar jirak salak. Bek mi jirak emas ama bir 10-15 minut Eşkılıp ketidi onadaki kötürüp ekep bulamaysız. Eğir. Şununla anadaki bıraklı bir şeydir ekep alsa namayışının süpütügümü kapalat kığılodaki ağırlıklı soğuk ketip işki adam kesse aslında cık adam kemigen meydan teximi azlap ketidi çölde erep. Şununla hem de moşunun özüsün çıkan bolsaq degende hemen onunla berip kep bolgandan keyin men sağlıkımı da bakmadım, bilalgımı da bakmadım, hiç kimni de bakmadım.
Kelgandan keyin sizga o'xshash masalan jasorat topib sizni izlabdi kishilar. Meni mushunda bir qilgan bo'lsa, hech bo'lmaganda mushu namoyishiningki iqtisodini ozroq olsun ko'tarib, vatan davosiga o'zimizning aralashganligimizni ifodalamoqchi deganda men ham siz aytgan dedingiz, mushtaq bir ish bor deb. Men o'yladim, pulni men tutmayman. Hisobotimni men qilmayman. Gerçi meni iqtisod o'rganganligingiz uchun siz qiling deb to'g'ri chiqib qarindoshlarim shunday dedi. Ammo u Amerikadagi ish bo'lgandan keyin Amerikada yoshlarga topshirmaydimi? Yoshlar qilsin menimcha. O'zimning ko'nglimdagi xiyolim hamda bu. Masalan, shaxsan menmi har oyda ivertiman. Her ayda zadi salaman. Bunun ichida Rabia xonimninki taksisi olsun, yoki mashinaniki bir benzinsi olsun, anadaki ancha-muncha bir xarajatlar shuningdan chiqib qolsa biz qo'shulimiz deb o'ylayman. To'g'ri, endi bu ishda hozir hammada haqiqatan pul tutishdan qo'rqadigan bo'lib qoldi, chunki beshimizdan chiqib o'tgan pulni yig'ib olib, hisob yo'q, hozirgacha boya inimizmi deb o'tdi. Bu tashkilotlarning eng chong ozligi shu. Shunga bu ishni shu Amerikadagi bir ishchi qarindishimiz bosh bo'lib bir konto assa maxsus mushu ishga atab. Uningki pul berganlar agar xohlasa avvalgicha ismini nereden, qaysi davlatdan avvalganligini yozib qo'ysa, men albatta men bu pulni tutmayman. Shu ishki mas'ul bo'lgan qarindishimizdan bu ma'lumotlarni elib, mushu ekranimizda yoki to'r betida tizimlikni, pul summasini hammani e'lon qilsak, ya'ni ba'zi qarindoshlarimiz xohlasa e'lon qilsak, xohlamaydiganlar bor. Yo'q, men atabatdim, mening ismim atımsan bo'ldi deydiganlar bor. Undaqlarniki hatta ehtiyot qiladiganlar bor. Ularniki ham atımsaq bo'ldi, ammo shu ishki qarindishimiz bilan biz doim mas'ul bo'lib bu ishga. Shu pulni shu qarindoshlarimizning maydonda shu chiqimlarga ishlatishga, ko'tarishga ishlatsa, bu ishga inim Salih siz hamda yaxtishning hech qanday o'rni yo'q. Mushu qalangizdan mushu sap, hammadan ishonadigan, ishonchlik mushta adamdan ishkini ko'rsatib bera olamsiz? Bu yerda masalan Abdumit Chilakkan bor. Çoğlardan ondan keyin o'shadagi cho'nglarimizdan birisi Rihiyajkam. Shu adam bor. Zumratmi inchik emasmi? O Zumrat. Zumrat adımız bor. Nima talabchiligimizning ayoli o'yin buldu. Bu hususda biz burun belgeli bor. Bizga yordam iqtisodiy jihatdan yordam belgeli bor. Biz başlagan biz hech kimni so'maymiz hozir. Biz hech kimni ma'ni nima qilmaymiz, chunki biz o'rnachimiz bo'lgandan keyin bu yerda rasmiy davlat tizimlatib bo'ldik. Tashkilot Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati bank hisobotlarim bor, nimalarim bor. Ammo rasmiy kengish ochmagacha biz nima donation yani toplamaymiz, nim qilmaymiz, onu şu yerda qaror beramiz. Bu yerda 10 necha adam o'tirib buni qiysak bo'lmaydi deb shu jag'dan qilgancha raislik saylash nimasini ba'zi qarindoshlarimiz saylasak bo'ldi hozir yo'q. 10 necha adam bilan bu nim qilmaymiz. Bütün dünyadaki yoshlarni bir joyga her davlatning bir kuch vakilini qilib bir joyga yig'in ochib, bir kuch kunlik shu yerda nima qilsak bo'ladi, shu yerda yani toplamda yoki badal pul qilamdiq yoki a'zo bulaydiga kelishilgan mancha alamdiq, ammamdiq, uni hamma narsani shu chaqda rais kim bo'ladi, qanday bo'ladi, shu chaqda ham qaror beramiz deb nima qilgandim. Chunki bu yerda hozir qilib olsak biz haqiqatan xalqni xalqninki, millatninki vakili bo'lolmaymiz deb o'yladim. Chunki ular bizni nima qilish kerak, vakil deb. Hozir vaqtincha yo'q bo'lgani uchun biz bu o'zimizni shu xalqaro munosabat mas'uli va yoki diniy ishlar mas'uli va yoki yoshlar mas'uli va yoki axborot mas'uli va yoki
ki ma nim başkardan mesul edip muşda atap tuğduk. Ama reis peis dep tuğmuduk. Anan ikin bizde yok. Biz nim kıysak amemiz nim kılımız matır bir sınıf basımı birisi. Şu bir sınıfınki ismini belgen kişinin ismini yazmıyoruz. Onu halis torgu çıkramıyoruz. Halimsa bizge ma o nimo bulap kaladı. Ispat hüccet bulap kaladı. Ulağın bir nüskısını birimiz, üzümüzün bir nüskısını keyin nimimizge saklap koymayız, arxivlap koymayız, keyin vatan milletke keyin gap çıkıp kalsın o nim kılmayız, onun iki vatan milletke nim kıygan töküp koygan insanlarını rahmet etiştim. Ve yıl ahırda alkayma o badge, Amerika'da badge tapşırdığı iş var. Non-profit bolgandan ki mesela bizge 10 koyup alsa birisi yıl ahırda şu kağıdını çıkarıp alsak non-profit nimisini yıl ahırda şu nim kılıp alaydı. Devletniki pekiden 10 dolarını tijiydi şunu kılıp. Aşında kılaydı, pakiz kılaydı işini bu pul meselesi işizde fakat yaşlanım emez. Yaşlanma nim kılış gerek bunun da ama küz tutturduğun biz diyoruz 4-5 kişi buluş gerek bunun da. Çünkü bu pul meselesi yama hassas deydi Türkçe. Uygurçası belki yama inç gibi Nazik mesele bu. nazik mesele bolgan deyken andaklatıp mamandaklatıp da halkınki milletniki pulunu yığıladigan iş kılmaylı. Çünkü bu pulunu biz gibi emeyotdu. Bu pulunu millet üçün işletip beriyotgandan ki bu optimallıkla bayam degendik 35-40 milyon insanın hakkı buludu. Şunun için manda kılışımız gerek. Mesela bununki bedenini yüzümüzdeki, emmemizdeki her insanın yüzük tiyişlik günahı var. Lakin o bir kişinin hakkını yuvası bu günahı 35-40 milyon insanın hakkını yuvasa mümkün emez cehennemden çıkamayız. Şunun için şunu bunlar yüzümüzün gap tapmaylı, yüzümüzün günah tapmaylı. Halkımızdaki hakkını yemeyle de şunda karar kelgen tutmaz. Birmen biz hiç kimden pul vermeyimiz, talep mi kılmayımız ve ihtiyacı bizden mi ihtiyacı var mesela Türkiye'de tünü gün bir kardeşimiz hit yazıptı. Numus kılıp topladı diyemedim dedi. Türkiye'de bir adımız iri kişisel bulap kalıp ya ki bir nas bulap kalıp işlenmeydiğen boptu netçayının yazı öyünün kirasını mı nimklanma tuttu. Öyünün kirasını birisinin tuttu ama nimo şu turmuş geçirişke elbette yeydiğen nimige neçe balları barken bekişke pul gidiyor. Siz bana siz nimklandım siz bizge bir iqtisadi jihatdan ya ki qandaq bir jihatdan yardım qila olamsiz topdikini nimklanmadi o. Albatta dedim aşağı Türkiye'deki tunuydigan nimo vatanparvar ve nimo şu milletning dadini qilman bir Uyg'ur bu bir Sharq Turkistonlik qilchilik bir yardım qila olsam deb xo'sh bo'ladigan adam akımız var. Şuna telefon nimxet yazganda man nim qilaylı deb. Ondan keyin hatta Uygur emas, başka devletlerdeki başka yerlikler mi? Musulmonlardan birisi bana aşk tüniyen xet yazıp diken. Bu Allah'ın hikmeti deb qarayman. Çünkü ben bu qanday nim qilaman deb o'ylab qoldim. Ben bu yo'llab beraman deb. O deydi men ayda sana şu halkına yardım kılış için meyli balları bulamdı, meyli nimeler bulamdı. Bir $100 bire tab nime kıldın. Aytısılık şunu iyanı kılay. Ben bayamaz ama muşinçilik yardımım kilidi kendi. Boptu dep ay şu $100 hem de adımızga telefon kıysam cevap vermedi. Vaktin tuzlam ivatip biri işinin yolunu kılay degen. O kardeşimiz gibi mana her nime kıydığımızda mana Fransa'daki Nimo bir kardeşimiz, Müslüman bir adam $100 verdi. $100'ın nimi size yollap verdik. Mani resim tatmağı bizninki nimi arxivga saklanıp kaldığını mani resim tatıp üzge yollap verdim. Ve bu pul ne şu aş söz bergendik nimi yetkizişki tirişatıma aşı hedimimizge. Aşında işler gibi. Çünkü bizge
Bekme ihtiyacımız yok bir adam. Rast yapmak isem bazı cihatlarında ihtiyaç bulap kaldığı işli var. Ama Allah'a şükür bir yerdeki sorap nim kılavatımız öylekilerimizden, nimelerden, dostlarımızdan. Ama Türkiye'deki karandaşlarımız nurgun şunda adetleri bakin. Şunda aç kılavatkan, üysiz kılavatkan yetimlerimiz var. Analarımız, ağaçlarımız var, adillerimiz var. Şular iki çıkışımız gerek. Bolup mu? Kil kılıç vatanı bir ameli hareketmiş o. Biz bilemeyen bayrak kütürüp nimemez. Ağaçlık desmi seleş gerek. Ula kutulsa biz mi kutulamayız? Ula mı bizi kutlayalıydı? Ağaç balını okutsak aşağıdaki balını. Ben bunu dedim. Mesela Japonya bilen Asya'nın gibi Japonya, Tayvan, Janubi Koreya bular öpmoqshash vaqtda Latin Amerika bilan birlikda bular aloqa o'pmoqshash va ishli desa shu xalqimizni, millatimizni, davlatimizni qanday taraqqiyot qilamiz deb boshqa turib mala Yaponiyadagilar Janubiy Koreyadagi tayyorliklar bular nima qilib biz yoshlarimizni dasmiy solaylik, shuni o'qitaylik, Yevropada u yerda o'qitib shu bilim akilib davlatimizni taraqqiyot qiladi shular deb anim qilgan. Latin Amerikadagilar ular nima qilmay davlat ya biz Yevropadan mashina, texnikni hammasini akilib, uni ishlatadigan odammi ashuni nima qildi? Bo'lmasa u uyat bolalarni aşağıda uyutib, o'qitib akkasi bo'ldi. Ammo u tam tersini qilib bizga mashinani kerak. Mashinani akilib shu xalq qishiltimiz deb taraqqiyot qilmadi ular. Hozir qismi alchilik taraqqiyot qilmadi. Hozir dunyo bo'yicha bu Yaponiya, Koreya, Tayvan texnik jihatdan telefonlarni, kompyuterlarni hamma narsani ashil yasaydi. Ashil yasab chiqdi. Chunki ular yosh bolalarga resmiy soldi. Bizmi nishonimiz shu qaytadan davlatimiz asli keltirish bo'lish. Onun uchun hozir tatib biz tayyorlik qilmasak bo'lmaydi. Men ishonamanki davlatimiz inshaalloh yaqinda qaytadan mustaqil bo'ladi. Ammo buni tayyorlikni qilmasak bo'lmaydi. Bunun tayyorligini shu bolalarimizni, shu avlodlarimizni o'qitish kerak. Mayli qanday narsadan bo'lsin, qanday tarafdan bo'lsin, qanday soyadan bo'lsin, har jihatdan bularni tayyor o'qitish kerak. Masalan, qarindoshlarimning shu yosh bolalar kirayotgan bo'lsa, hammalar deyman. Nima yaxshi ko'rsanglar, shuni o'qinglar. Pul topaman deb nima qilmanglar. Pul topaman, pul topadigan ishni qilaman deb yuzinglarni nima qilmanglar. Chunki u pul sizlarga baxt topolmaydi. Haqiqiy baxt topolmaydi sizlar. Pulinglar bo'lsanglar, masalan, men nini boyli bo'laman, ammo dunyoning eng baxtsizlik odamlaridan birisi. Bir necha yildir ular. Nima yaxshi ko'rsanglar, shuni o'qinglar, shuning uchun tirishinglar. Hamma insonniki o'ziga loyiq qobiliyati bor, o'ziga loyiq nimasi bor. Qo'lini ish qiladigan qobiliyati bor. Shuni yaxshi qilish kerak. Masalan, top o'ynashni yaxshi ko'rsanglar, dunyo bo'yicha men Uyg'urim, Sharq Turkistonning to'ntiman, dunyo bo'yicha men eng novchi topchi bo'laman deb chiqinglar. Kompyuterchi bo'lsam, eng novchi kompyuterchi bo'laman deb chiqinglar. Advokat bo'lsam, eng novchi advokat bo'laman chiqinglar. Yozuvchi bo'lsa, eng novchi yozuvchi bo'laman deb o'zingni yetishtirishing kerak. Bu idea jihatdan. Chunki biz inshaalloh bizning maqsadimiz shu davlatimiz qaytish. Shu davlatimiz qaytib, bu davlatni boshqarib turadigan odamlar bo'lmasa bo'lmaydi. Bu davlatni yetaklaydigan, u davlatni taraqqiyot qiladigan. Shuning uchun hozirdan boshlayishimiz kerak. Biz hozirdan boshlasak, boshqa davlat, masalan, O'rta Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonga qaraganda biz oldidan ular 30 yilda manchilik taraqqiyot qilgan bo'lsa, biz 15 yilda qila olamiz. Devletimizni güzellendire alaymiz. Kim deganda hech narsa nim qilmasam-mu, hammamiz o'zimizni askariy hisoblashimiz kerak. Kim degan oz bo'lsa, masalan, meniki bilvatdim Salihjon. Mavu azroq hisobchi menimcha kerak. Nima qilsangiz o Turkiyadagi masala emas. Mavu da'vo uzilib qolmaslik kerak. Hozirgi masala vatan davosiga mablag' selish kerak. O jihbol kelmaydi bizdan. O hammamizning iqtisodiy o ko'lamlashgan undaq pullarni beramaymiz. Lekin ozdir, ko'pdir, shuningga as qo'shsa qarindoshlarimiz
xoşal bulalaydı. O Türkiye'deki meselelerini amal ve hal kıldığına meyli başka devletlerden, Norvegiyadan ben bildiğinlerle ulanı fondi cemiyetlerini o bulanı kurdu. Aşıla hal kıp dursun ama man namayış üzülüp kalmay, kanun makullaş bunun üçün etken çağda azırak olsun iqtisatni çokum kılış gerek. Bu Türkiye meselesi bilen vatan davası ilgili bassa Türkiye'deki kıyırındaşlarımızın meselesi vatanda texme yaxşası hal buludu. Mektep toğra, mektepke çokum kılış gerek, kesip ögünüş gerek, vatanga kereklik olan sahalarda terak kıldırış gerek ballarını. Ama man namayış hazırki meselemizde bu çokum üzülüp kalması gerek. Sizlerden toğra, uyumuzdakiler karışıvatıdı, ablimitler karışıvatıdı. Ama bununluk bilen emez bu vatan davası bütün milletinin davası da, bütün Türk milletlerinin davası. Çokum azırak olsun mesut koşuş gerek. Bu maksat şu. Şunda bu cesaret efendim. Mao Zumrat Hanım da to'g'ri gapildi efkam. Pulning gapi chiqsa siz yana gapni boshqa aytyapsiz. Mao hozir sizlar qilayotgan ish bizning davlatimiz uchun qurilmoq qayt qo'limizga julib olmoqchi bo'lgan davlatimiz uchun mustaqilligimiz uchun nihoyatda muhim bir faoliyat. Buni endi qo'llash masalalarini hozir bag'anlar beryapti, ammo borolmaganlarning ichida men boshqa shaklda qo'llayman deydiganlar bu xalqimizning ko'ngli bor bu yerda. Şunu bəlsə özü rahat his qılıdı özünü. Hem sizler bayman degəndə sizler bir milyonlar bolmagandikin, hem müjükni sizler atıp koyup biz işip oturamaydı ikimiz bu yerdə. Şuna bunu çoxum qilishimiz gerek. Şuna ben abay sizden gap soruşum, muşu işini qılğanğa, hem sizning cemiyetingizniki kontosuga ursa, yani gap chiqidi ofkam. Şuna eng yaxşisi bir ikki adam ko'rsatib bering siz, chunki Zumrat xonimdan so'rdim, hamda u yerda ish gapni to'g'ri bilan siz bilgandek bilmaydi. Muşu bir gün yoki 2 kun ichida menga bir 2 odamniki ismini beringlar, shularga ahvolni uqtiringlar. Ikkisi birlashib 3 odam bo'lsa taqa yaxshi. Ya'ni nazorat uchun. Kelgan pulning hammini agar mening ismimni, bergan pulimni e'lon qilsanglar bo'ldi deydiganlar pulni avatkicha bir eslatib qo'ysa, ikkili xat yozib qo'ysa, biz ularning ismi bilan avatgan pulni e'lon qilaylik. Yo'q, menga u kerak emas. Ama aşı pul muşu balalarının kulağı teksila, aşağı namayış kıvatkan kıyırdaşlarımızdan kulağı teksila, meraziye ismimini çıkarmağlar deydiğanlar olsa, onun özünün ihtiyarı. Ama bana gerek bu vatkını hazır fıkam, 2 yoki 3 adamның ismi, işençlik adamның ismi. Bunun için ama o teşkilattikiler bulmasa tağı yaxşı buldu. Çünkü teşkilatlarının ahvalını görüyoruz. Ama anladım mesela bir taksici akımız var ki, bir taksici degen aşı Günlük 10-20 saat işlep canına bakmışsın canına bakamaydık adam. Aşı akımız heptelep çıkıyor ötüptü o taksisini taşlap. Muşta vicdanlık, imanlık kıyırındaşlarımızdan 2 yoki 3'ni bugün eti içinde kaldırmay. Manga evet biringlar ismini. Ben bir vasıta aloqa qilib shulardan pulni xalqimiz shular ochgan kontoga avassun. Aşı üçisi oturup nazorat qilsin bu pulni. Hem ular namayışqa beriyotgandikin naq maydonga. Chiqiminglarni aşağıda shular ko'tarsin shu qarindoshlarimiz. Xalqimiz avatgan pul bilan ko'tarsin. Agar bu pul xalqimizning ko'ngli daryodek bo'lib, avatgan puli jiqib qolsa masalan, anondagi ufkam abay siz degandek, sizga Turkiyadagi kelgan usullar bo'yicha, shu sizdan shu namoyishning eshingan qismini anondakin o'zinglar xohlab Türkiye'deki qiyin ahvolda qolganlarga avasanglar bo'ldi. Shunga bu gapni uzatmaylik ufkam. Menga 2 yoki 3 odamning ismi lozim hozir. Bo'ladi. Men bir shart qo'yishim yo'q, ammo bir narsa qo'yay. Agar mumkin bo'lsa, masalan, ismlarini xohlamasizmi? Chiqamaymiz, ammo mumkin bo'lsa ismi bilan o'rnini qilib qo'ysa, biz manda nimeden birini ivetip birimiz hüccetten ayrımxonada deppasin, isminglarni ayrımxonada deppasin bo'laverdi. Ayrımxonada o'zining ismini deppasin. Ondan keyin ish pul tutib olish nima qilganimiz bor. Agar mumkin bo'lsa PayPal account yasab qilsin bo'ldi yoki bu manda kelayotganda ekan dernekniki nimasi bo'lmasa mayada nurg'un accountning qismi bu teşkilatnomadan bir nim qilmasa, devlet tunib
bacanmaydigan teşkilattan namıdan bir sıkıntı kılmasa bu yana aksiydi. Çünkü o şahsının namını açsa o bajını devlet baj tutudu onundan. Şunun için şu yerden nim kılış gerek. O nim onu çıkırış kımında çaptı kitidi o. Yani bir nimi tasdiqlash için. Sizlarning shu tashkilotninki bo'yicha mansun, lekin hisobotga talonlarni chaplab, Albatta. Albatta. chaplab, Başka teşkilat biznikinden bu şart emas. Başkasının bu olsun buludu. Ama şahsının kimkisi baş meselesi var. Onun için devlet ulağa bir şahsının kimkisi ulağa eş kırak manç pul kiripti dep ulağa baş tüylü ulanın ki beşini balağı koymaydıgan şunu kılış gerek. PayPal degan biznes var. Oңайлы kırakken şunu nim kılalaydı o. Hatta Facebook arkalık mı nimkigil buldu gen dep nimkutga bir şaşında tutken. Ama bunu emmenasını ismini, kimlik, nerede turganlıkını yeliş gerek ve manda nimo biz bu pul ne şu fakat lan Şarkı Türkistan davası için işletimizde nimimiz var. Halkımız mesela bu Şarkı Türkistan dava işi de mesela bizdeki aşağı Türkiye'deki üyedeki karandaşlarımız idim kalan balalarımızga ulu şu bizden davamızdan partisi dep qarayman. Çünkü milletniki Sağlıkcan, uncu alacak pul kemmeydi o. Siz onu hatırlayan bulun. Moşunda maaşıga layık kilalaydı. Eğer cıhlap kesse, o vaxtıda siz ananı qarasınız. Herkes fikir yok. Gep, moşu namayışını kötürelisi hesap. Eğer 2 ay, belki 3 ay bop ketişi mümkün, belki onun da uzun bop ketişi mümkün degen geplisizlermi degen. Bu bir capa, müşakkatlik bir jarayan. Şununla pulun kiliş ahvalıga qarab, şunu kötürelemdi o namayışını. Eğer yeni bir ayak gelgen çağda sizler hasırap kaldığına şup kalmışsın. Andakta siz qarap ekip, ma ay bilen yeni bir ayını bakıdığın şup kalamdı, onu qarap ekip, anandaki özala karar çıkarınlar balam. Buldum. Menimcha agar baj ishlarga taqishadigan ish bo'lsa, ayrim shaxs konto olsa, shu sizlarniki tashkilotniki kontosiga avatib, uni bir necha odam nazorat qilsa qanday bo'ladi? Elbette. Bunu neçe adam nem kıyısı buldu. Onu bir adam nememez. Hatta neçe adam nem kıldı o. Çoğunluğum birisi nem kıldı o. Bank hesabının hamlesini. Aşılığımı nem kılış gerek. 3-4 adam günlük kirip çiğisi buldu o. Bu banka var biz. Ona için yazdırmış. Yani bir 4 adamın tızımıtımızda yapmış. Teşkilatın iklimisiga qaraydigan. O buldu. Aşından kıldı. Unda da hozir shu bir nazoratchilikka bir necha odam topsaqda bo'ldi ekan, sizlarning kontoni ishlatiblar. Menimcha shu Ablamet kimniki o Zumrat shular hammasi bo'ladi, o'zim tutib olgan, qaynab turadi o'sha da'voga bular. Shular bo'lsa bo'g'idek deb o'ylayman mening nazarimda. Anandiki shu namoyish maydoniga to'liq keladi, ular kundidagidek hali tamoq ekayotgan, hali suv ekayotgan, shular qilayotgan hamda. Hamda menimcha shular deyim qilsa, anandikin men o'zim iqtisod o'qigan, 5-yillik o'rgangan narsam shu iqtisod nima olgan, benzin qaçılgan degandek narsalarni ama shu hammasini talonlarni elib chaplabda yaqib qo'ysalar, yillik hisobot, yillik mundaq kelganda avorchilik qilmaydi, bosh to'laydi. Ama hozirmi tutyapmiz. Hozir mana nimida hamma narsani mana hammasiq mana talonlari nimalari shunaqa qilib lekin unchalar jiqib qiyin. Har oy chiqaryapmiz debdi, mana torbitimiz chaqi şu dushanba kuni tutilgan bo'ldi. Biri o'tgan to'qnashuvni qilib deb oxiri tutilgan bo'ldi. Shu chaqda meni cho'ngli bilan cho'nglik berib hisoblab bir report yozsa, anadaki shuni nimaga chiqarib qo'yamiz to'g'ri inshaalloh. Dushanba tutdi dedingizmi to'g'ri? Dushanba kuni qilib tutkizib bo'laman deganda. Anda bo'lsa, shu tor betingizga bugungi suhbatimiz bo'yicha shu konto nomeringiz ham nazoratchilarniki ismini chiqarib qo'ysangiz,
Halkımız öz halıqanlar bayqı şekilde aş kontoğul evet bəsun. Çünkü mən başqa taqılğan tərəflərini oylaşmaptım. Unda yeri bolsa, menimce bağ şu kontoğunu nazaret kıldığın adam, işençlik adam da bolsa, onun bu farkı olmaydı. Bu işini muştaq qısaq. Düşenbe günü kütüp qalsa inşallah torbetiniz bunu siz uçurunu uyada bir elan kılın. Bizmi Zümrət Hanım mən ulap torda hem eylenge taqtaydı bunu. Hem keyinki programımızda onu inşallah şu ekranda köstüme hem keng təşviq qılaydı. Halkımız hazır nurgulları ba biz yardım qığımız ba ama qanda qılımız biz gibi dep basanlarda yolunu tapamatqan xeli insan ba. Şularga qolaylık yaratып bereydi. Bunun gibi yana bir gap qo'shqim bor hamda bu iqtisod bilan aloqasi yo'q. Yani yerden qanday yerden beraleymiz deydigan. Bayatim mesela Germaniyadamiki bir qarindishimiz o'sha yolg'iz namoyish deb turibdi ekan. Shu yolg'iz namoyishda bir chet ellik klip nayt bir savol so'rab odamni o'rog'iga tegadigan vijdonli qilgan bir savol so'rabdi. Anlab nim qildim. 10-chi marta. Shuniki nimasida hamda bizniki Uyg'urlarniki hammasi qila oladigan ishi Uyg'urlarniki Sharq Turkistonlik ne dunyoning narida bo'lsin. Aş devleti vaqt chiqarib bir saat bo'lsin, kunda bir saat bir ko'chada bo'lsinmi bir narsani taqib. Abdurrahim G'ani Gollandiyadan. Abdurrahim G'ani kamimizdi Gollandiyadan. Germaniyada bilib ekanman, xatoni qilib ekanman. Bizmi oddiy ish, amaliy ish. Kunda bir saat vaqt chiqarib o'zimizning mahallasinikiga ijroqqa bormagan do'qmish turibmi bir taqassaq bu narsani. Tunussak bayrağımızı kütürüp dedim anladım. Eğer mümkün olsa bir yere toplaşıp abdüde bir Amerika'nın alı çıkansa namayış kılıp bir adım kılarsanlar mı? Namayış kılarsanlar parlamenti ki bar devletindeki mevcut parlament aldı da namayış kılsanlar veya ki nim kılanmayken nim kılsanlar mı? Üzanlar şu turu atkan meydan aldı. Jirak yargı ketmesanlar şu meydan aldık etrafında. Bir dokmuştu bolsa bir bizning dadimiz manda Sharq Turkiston manda bir devlet deb tunishtirish kerak. Biz olgan devlet manda dadimiz bor, biz to'g'rilik qilib bayrog'imizni, devletimizni tunishtirishimiz kerak dunyoga. Amaliy ish shu. Hozir qo'limizdan keladigan ish shunchalik. Akimizning nimasini qilib ta'sirlanib ketdim. Ondan keyin chet ellikniki gapini anglab Naiti içim bir xılblap ketdi. Onun için sağlaştı balam. Mesela nimetçe çetetlerden hap olmaylı. Özümüzden hap olsak buldum. Bütün mening iltimasım bütün dünyadaki barlık Sharq Turkistonlik qarindoshim. Nerede bolsanglar, agar imkon Misrda bolsanglar Misrda, Saudiyada bolsanglar Saudiyada, Turkiyada bolsanglar Turkiyada, Yevropada bolsanglar Yevropada, Yaponiyada bolsa Yaponiyada kunda 1 saat vaqt chiqarib. 1 saat vaqt chiqarib, hech nima qilmay shanba kun bolsa chiqarib bir narsa taqib aşağıdaki xalqlarga, aşağıdaki millatlarga bizning derdimizni anlatishimiz kerak. Tuntishimiz kerak. Çünkü bular bilmeydi. Bular anlatmasak bular bilmeydi. Bular biz derdimizni kichkina chek biz bormasak bular bizga derdini anlat demaydi. Adli misalda adli bir müşk ilanı müşküm ketdi manda müşk deb nim qildi. Amma ko'rmaydim ba. Bizmi o'zimizni davoyimizni e'lon qilishimiz kerak. Manda davoyim bor. Manda derdim bor. Allah'ım Allah razı olsun. Bütün dünyadaki bizni qo'llab, bizni emas, millatini qo'llab, Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llab, ko'chalarga chiqib, birlashib, namoyish qilayotgan Gollandiyada bulamdi, Kanadada bulamdi, Turkiyada bulamdi, Yaponiyada bulamdi. Yalğız bo'lsin Rossiyada bulamdi. Germaniyada bulamdi. Hamma yoqda qotgan qarindoshlarimizni hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Allah hammalardan razı olsun ve imkaniyetiniz olsa bunu davamlaştırışlarını ümit kılaman. Bo'ldi, rahmat. Ukam Salih
hem Zumrat Hanım bugün eşkinlarının nəhayət qimmatli vaxtlarını elib, xeyli köngüldəki geplerini deyişib alğan bolduq. İnşallah işlerimiz oңğa tassun, inqilablarımız neticelik bolsun, vatanımız tezroq azad bolsun, xalqimiz şu zulümden tezroq qutulsun. Bugünkü vaxtыңlarga köp rahmet. Yeni bir narsa qıstirib ötək. Kanadaga barsızmı deyim Salıqcan, ha? Kanadada namayiş oldu, ha? 17, 18, 19, yo'q, 18, 19, 20. Men birinci gün dilim turib, 19'unda Kürüşdağa yerim batı. Ha. Bu gapning deyilib qolganim yaxshi bo'ldi, ham shuni ko'pchilik xabar topsin. Bugun vaqtimiz xeyli berib qoldi. Qarindoshlarimiz, sizlarni charchadinglar. Vaqtinglarga rahmat. Sizlarga taninglarga salomatlik, oilanglarga xotirjamlik tilayman. Xayr, Allohga omonat. Rahmat. Assalomu alaykum, Alloh razı olsun. Çıktım bugün seferge, tirikçilikte yan turib, kaldı ketken yolunga, ata-anang telmürüb, gözleriga yaş ilib, süygünün tenha kaldı, kollarını şiltib, oğul kızın mı kaldı? Xudayimga amanet deb qadamni boshlag'in, oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yo'lda o'lim to'la, atam qachon kelurda kutar sabiy bolalar. O'rab shirin uyqular ushbu yo'llar qo'ynida, ketdi jumulib ko'zlar, olamdan bo'ldi juda. Shum ajal ilib ketdi, dillarni vayron etdi, kuyimchan ham qadirdan azizlar o'lib ketdi. Ah jafokash musofir, birni ishga etelmay, ne düşürdün tentirab, texi uyga yetelmay. Dua qilib so'rayli Allohdan amonlikni, yo'l düşürgen musofir ko'rmasin yomonlikni. Xudayimga amanet deb qadamni boshlag'in, oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yo'lda o'lim to'la, atam qachon kelurda kutar sabiy bolalar. Namım ulug' hey Allah, dua qilib so'rayman, yo'ldagi musofirni omonlig'in tilayman.